o'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari nima vazifa bajarish kerak o'zi aslida? Oldin qog'ozbozlik deyar edik, hozir jadvalbozlik, bazabozlik deyish ham mumkin. Lekin bu qog'ozbozlik endi elektron tarzda qabul qilinadi. Ya'ni bu ish bekor bo'lmadi. Shakl Uni o'zgardi, faqat mohiyat o'zgarmadi. Xuddi shunaqa, uni faqat qog'ozdan kompyuterga o'tkazdik. Endi oldin zavch yozuvchi bo'lgan, hozir aytuvchi bo'ldi. Zavchlar ishlaydigan nimani sanab beraman. Ba'zilarda e-maktab.uz, ya'ni oldingi kundalik.com, e-shahodatnoma.uz, erp-maktab.uz, uzaspo.uz, olimpiad.uz.uz, status.uz.uz, cerebri.co, online.edu.uz, ommalashtirish.uz, hisobot.stat.uz, mymehnat.uz, mymaktab.uz. Keyin undan tashqari salariy degani ham bor ekan. Men maktabda ishimni tugatib, qaytib kelib uyimga kirib ketsam, maktabimizning zavchlari o'sha xalq ta'lim bo'limida turishgan bo'lardi-da. Bizda muammo nimadan? Biz har qanday yaxshi narsani statistikaga, me'yorga solishga yaxshi ko'ramiz. Me'yorga, statistikaga, reytingga solishtirgandan keyin har qanday yaxshi inisiativa buziladi. Ko'rsatuv davomida nima qildim? Umuman ruscha so'z umuman ishlatmadingiz-da. Navorat men ishlatdim-da. Sinfxonangiz eng zamonaviy ko'rinishda ta'mirlanib, elektron qurilmalar bilan jihozlanishini xohlaysizmi? Prof University homiyligida Xalq ta'limi info tahririyati orzudagi maktab loyihasiga start bermoqda. Endilikda barcha o'qituvchilar ushbu loyihada ishtirok etib, o'zlari dars o'tadigan xonalarni mana bunday ko'rinishdagi zamonaviy sinfxonalarga aylantirishlari mumkin. Buning uchun pedagoglar orzudagi maktab bo'tga ta'mirlanish kerak bo'lgan maktab sinfxonasi haqida 1 daqiqadan oshmagan motivatsion video xabarni bizga yuborishlari kerak bo'ladi. Biz esa ushbu video xabarlar orasidan eng munosiblarini random dasturi orqali tasodifiy aniqlaymiz. Shundan so'ng biz ta'lim muassasasiga tashrif buyurib, ushbu sinfxonani zamonaviy ko'rinishda ta'mirlab, elektron qurilmalar bilan to'liq jihozlab beramiz. Qaytgancha bu ijtimoiy loyiha bo'lib, hech kimdan hech qanday mablag' talab qilinmaydi. Hozircha ushbu loyihani 1 oyda 1 marotaba o'tkazish reja qilinmoqda. Bizni kuzatishda davom eting, loyihada faol bo'ling. Prof University. Think out of the box. Assalomu alaykum hurmatli ustozlar, aziz qadrdon hamkasblar. Demak, mana bugungi tanaffus podkastining yangi sonida sizlar bilan ko'rishib turibmiz. Bugungi sonini boshlashdan oldin Ulug'bek yana bir bor ustozlarimizga ozgina murojaatimiz bor ediki, o'tgan safargi podkastimizda yaxshi niyat qilgandik, ya'ni biz 5000 laykga chiqaramiz, 30,000, 40,000, 50,000 prosmotr qilib beramiz dedik. Xullas, hurmatli ustozlardan iltimos qilamizki, hozir shu ko'rishni boshlashdan oldin xayolingizda borida bitta layk bosib qo'ysangiz, bizni tanaffus podkastimizni yanada yuqoriroq cho'qqiga chiqishiga, YouTube'da algoritmda demak taqdim etishida bizga yordam bergan bo'lardingiz. Bugungi demak mehmonimizni Ulug'bek tanishtiradilar. Marhamat Ulug'bek. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun biz bir dolzarb masalaga, aniqrog'i juda ko'pchilik qo'l urmaydigan mavzuga qo'l uryapmiz. Chunki ta'limda juda ko'p islohotlar olib borilyapti. Mana har kuni yangiliklarni o'qiyapmiz. Juda ko'p o'zgarishlar bo'lyapti, lekin mana biz o'zimiz xalq tilida aytadi, maktabning yuragi deydi-ku. Zavchlar, ya'ni o'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosarlarining muammolari haqida demak juda kam gapiriladi va demak qilingan islohotlarda ham yoki bo'lmasam hujjatlarni kamaytirishda ham, ularning o'qituvchilar yuklamasini kamaytirishda ham bir qancha ishlar qilindi, lekin o'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosarlarining yuklamasi hali hanuz shundoq turibdi desak ham bo'ladi. Shu sababli bugun biz mana shu umumiy mavzumiz mana shu, lekin ta'limdagi islohotlar haqida ham umumiy gaplashamiz. Shuning uchun biz bugun studiyamizga bir necha yillar o'zlari o'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosarlari, ya'ni maktabdan o'qituvchilikdan boshlab ish faoliyatlarini, undan so'ng o'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari bo'lib ishlashgan va undan so'ng Profi School xususiy ta'limda faoliyatlarini davom ettirishgan va hozirgi kunda Prof University'ning Navoiy viloyatidagi filiali rektorlari Olgert Aleksandrovichni biz studiyamizga taklif qilganmiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum.
Birinchidan rahmat sizga kattakon taklifingiz uchun. Juda qiziqarli podkast bo'layapti. Man o'zim doimo kuzatyapman. Man sizni eng mashhur kuzatuvchiman. Nimadan boshlaman? Nimadan boshlash kerak? Demak, bugungi mavzumiz O'lgur Aleksandrovich, demak, umumiy har doim man ko'tarilavermaydi, to'g'risi, yana Ulug'bek aytib o'tib ketdi. Bu zavishlar, endi xalq tilida zavishlar desak bo'lar, Ha, zavuchlar desak Endi bo'ladi. Osonroq. tanqid qilib yuborishmasa, shartli ravishda zavishlar deb atasak, ya'ni xalq tushungan tilda o'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosarlarining yuklamalari va ularga ish faoliyatlari haqida siz bilan gaplashsak. Chunki siz mana hozir aytib o'tib ketdingiz, uzoq yillar davomida o'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari bo'lib ishlagan ekansiz. Bu davrni o'sha 2000-yildan buyon toki 2020-yilgacha ko'rgan tarixni ko'rgan bir tirik nimasizda, guvohsiz. Shuning uchun to'g'risi men zavch yoki nima bo'lmaganman. Ulug'bek siz bo'lgansiz-a? Yo'q, men ma'naviy ishlar bo'yicha direktor o'rinbosari. Demak, hozir ikkovlaringni men savol-javob Ha, ikkovimiz siz intervyusiz bo'ladi. oddiy o'qituvchi sifatida Ha, oddiy savol o'qituvchi javob qilsam sifatida. bo'lar ekan. Demak, O'lgur aka, asosan birinchi savolim, murojaatim shundan iborat ediki, o'zi o'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari nima vazifa bajarishi kerak o'zi aslida? Ha? Va ularga qayerda bir adashildiki, unga umuman o'sha vazifani bajara olyaptimi, yo'qmi? Siz bergan savol bo'yicha bitta javobim bor. Savol sal o'zgartirsak to'g'riroq bo'ladi. Maktab ichida zavch nima ish bajarmaydi degan savol qo'ysak, bu to'g'riroq bo'ladi. Unaqa desak, mana ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha direktor o'rinbosarlari ham shuni aytadi-da. Xuddi shuni. Kimga murojaat qilsak, mana ikkita zavch o'tiribsizlar, bittalang nima deydi, ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha direktor o'rinbosari, ular bilan gaplashsak ham xuddi shu gapni gapiradi. Bizda yuklama ko'p, bu deydi-da. Va sizga zavchlarga murojaat qilsam ham doimo eshitgan gapim shu bo'ladi mana. Endi hozirgi zamonda o'quv tarbiya ishlari bo'yicha o'rinbosarlarda rostdan ham vazifalar va ish yo'nalishlari juda ham ko'p. Endi ma'naviy o'sha oddiy xalq tilida ma'naviyachi deganda ham ish kam emas. Ularni hech o'rnini man bosmoqchi emasman, lekin ular ko'proq yoshlar bilan ishlaydi. Yoshlar va ularni tarbiya ishlari bilan ishlaydi. Zavch esa asosan barcha o'quv jarayon bilan band. Ya'ni xodimlar, dars jadvallar, metodik ishlar, monitoring ishlar. Ya'ni bu ikkalasi ham maktabga zarur, lekin ikkalasida ham vazifalar o'ta ham ko'p. Eng asosiy vazifani, men nazarimda, zavchning eng asosiy vazifani u o'quv jarayonini tashkil qilish. O'quv jarayonini tashkil qilish. Eng asosiy vazifa shu bo'lishi kerak. Chunki maktabda o'quv jarayoni tashkil qilinmagan bo'lsa yoki noto'g'ri tashkil qilingan bo'lsa, barcha boshqa ishlari, mana xo'jalik ishlari, ma'naviy ishlari, boshqa ishlari tashkil qilish zaruriyati ham yo'q. Chunki maktab birinchi navbatda ta'lim va tarbiya beradigan maskan. Birinchi ta'lim deydi. Birinchi ta'lim. Xohlaymizmi yo'qmi, maktab bu ta'lim dargohi. Endi ta'lim bilan tarbiya bilamiz, hozir u dialektik duallikda qabul qilinadi, lekin ta'lim bo'lmasa, tarbiya ham bo'lmaydi. Chunki tarbiya u ham ilmga asoslangan jarayon, uni ham o'ziniki metodikasi, o'ziniki nazariyasi bor. O'shaning uchun men nazarimda zavchi asosiy vazifani o'quv jarayonini tashkil qilish. Va hozir ham shu narsa bo'layapti, lekin shu jarayonda to'siqlar juda ko'p. Aynan oldin qog'ozbozlik degar edik, hozir jadvalbozlik, ba'zibozlik deyish ham mumkin, chunki oxirgi islohotlar juda xursand bo'ldim. Haligacha men barcha o'sha islohotlar kuzatyapman. Rostdan ham ancha ish yengillashtirdi, ancha qog'ozli ishlar kamaydi. Masalan, o'zim shaxsan ishlaganimda 8 soat ish kunim bo'lsa, 6 soat qog'ozga ketadi. Qoldirilgan dars daftari, harakat daftari, pet kengash daftari, metod kengash daftari, buyruq daftarlari, boshqalari juda ham bo'lgan. U tasrifan paydo bo'lgan jadvallar, ma'lumotlar,
teskori topshiriqlar. tezkor topshiriqlar tashqari. Hozirgi zamonda xudoga shukrna ancha kamayganu, lekin bu qog'ozbozlik endi elektron tarzda qabul qilinadi. Ya'ni bu ish bekor bo'lmadi. Shakl Uni o'zgardi, faqat- mohiyati o'zgarmadi. Xuddi shunaqa, uni faqat qog'ozdan kompyuterga o'tkazdik. Endi oldin zavod yozuvchi bo'lgan, hozir aytuvchi bo'ldi. Hozir aytuvchi bo'ldi. Hozir xohlagan maktabga borsak, xohlagan zavodchi dardini so'rasak, jadval bazalar juda ko'p. Shu gap agar shu gapga qo'shilgan bitta layk bosib qo'yinglar. Hozir mana qarang, men o'zimizni qanaqa nimalar bilan zavudchilar qanaqa bazalar bilan ishlayapti degan bir ma'lumotni so'ragandim bir ustozimizdan. Qarang, zavudchilar ishlaydigan nimani sanab beraman. Bazalarda e-maktab.uz, ya'ni oldingi kundalik.com, e-shahodatnoma.uz, erpmaktab.uz, uzaspo.uz, olimpiad.uz.uz, status.uz.uz, cerebri.co, online edu.uz, ommalashtirish.uz, hisobot.stat.uz, mymehnat.uz, mymaktab.uz, keyin undan tashqari haligi salary degani ham bor ekan, qanaqadir baza. Mana shu, mana qarang, nechta bo'ldi? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ta. Bir boshdan sanab chiqaylik shuni. 12 ta Mana narsa chiqdi. bir boshdan tahlil qilganmiz yaxshi. Bittadan o'qib berasiz, aytib. E-maktab.uz masalan. E-maktab.uz. Kundalik.com. Kundalik. Bu kerakmi? Xuddi biz ham Ularni hozir keraksizligini aytish sal noto'g'ri, ular hammasi kerak. Lekin bitta narsa tan olish kerak, barcha baza bilan bitta xodimga ishlash qiyinroq. E-maktab albatta kerak, u oldingi oddiy qog'ozli jurnalni o'rnini bosadi. Hozir Olgar aka zo'r ideya berishdi-da. Ya'ni kerak, lekin bir kishiga yuklantirgani asosiy Xuddi shunaqa. Xuddi shunaqa, chunki oldingi jurnal xohlaysizmi yo'qmi, zavod hech bo'lmasa haftaga bir oldini ham jurnalni ko'tarib, tekshirib, chunki jurnalni to'ldirish asosiy vazifa pedagogniki. Lekin pedagoglarimizni mas'uliyatini bilamiz hammamiz, hammasi har xil ishlaydi. Agar zavod tekshirib, biron bir ko'rsatma berilmasa, doimo jamoada bitta ikkita yoki ko'proq sust qaraydigan, vaqt topmaydigan pedagoglar bor. Uni o'z vaqtida zavod bartaraf qilinmasa, ertaga shu muammo butun maktabniki muammoga aylanadi. Yana maktab gapirishadi, maktab deganda zavod gapirishadi, yana uni ishini sal sustroq natijasini beradi. O'shaning uchun bu baza juda ham kerak, lekin shu baza bilan har qanday pedagog o'z vaqtida o'ziga yuklatilgan vazifani bajarsa, zavodchini faqat uni ochib qarab, kamchilik topmasdan tez hal qiladi. Hozir siz sanagan, demak, hozir shu mohiyatdan kelib chiqayotgan bo'lsak, Ulug'bek sanagan hamma baza kerak-da. Lekin nimada adashilyapti? To'g'ri, hamma bazalar kerak, chunki hozir Ulug'bek sanagan bazada har qanday baza alohida yo'nalishga bag'ishlangan. Masalan, e-maktab bu oldingi o'zimizniki sinf jurnali. E-stat degani u oldingi o'sha statistik hisobotlari. Oldin osh deyar edik, keyin deyar edik, keyin u shakli deyar edik. No, xolos u statistik hisoboti. Attestatsiya.uz degani u pedagog attestatsiya sayti. Malaka siz uni ham baribir zavod qilmasa hech kim qilmaydi, to'g'rimi? Albatta. Chunki pedagogniki barcha ma'lumotlar zavodda yig'iladi. Zavodda yig'iladi. Hozir maktabga borsangiz, direktorga savol bersangiz, nechta pedagog bor, nechta birinchi toifali, ayrim maktab direktori bilmaydi ham, bilmasligi ham zarur emas. Chunki zavod bor. Zavodni kechqurun tursangiz ham sizga aytadi, kontingent qancha, o'g'il bola qancha, qiz bola qancha, oliy toifali qancha, kim bu yil malaka oshirmagan, kim bu yil malaka oshirib borish kerak. Endi uni bu nima, asosan zavodlik ishini. Lekin zavodda ish juda ko'p. Qarang, hozir bitta narsa bor-da, mana
Xuddi biz mana zavuch man o'zim o'ylashimcha bu zavuchlar qiladigan ish pedagoglarda ilmiy salohiyat darajasini, misol uchun ularga metodik yordam berib yoki bo'lmasam aytaylik darsga kirib, tahlil qilib, o'qituvchilarda kamchiliklarini misol uchunda, chunki u o'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari mana shu narsaga javob beradida. Kirib, tahlil qilib, bemalol keyin qanaqadir mana hozir kasbiy rivojlanish kuni bo'lyapti. Har kuni misol uchun oldingi metod kunlariga o'xshagan mana shu narsalarni tashkil qilib, qanaqadir uchrashuvlar, seminarlar tashkil qilib aytaylik, shunaqa narsalar qilish kerak o'zi aslida. Mani bilishimcha mohiyatan shunday, lekin biz uni ana texnik xodim sifatida oddiy xuddi shunaqa qilganmiz. Mana misol uchun maktab direktorlar, mana aytmoqchi emasman, maktab direktorlariga ham oson emas. Lekin maktab direktorlarini oladigan bo'lsak, ularda yordamchi kadrlar bo'yicha menejerlar bor. Endi ularning mavzusi ham juda katta mavzu. O'zi aslida ularga ham oson emas. Misol uchun yordamchi bor-da. Aytaylik, men misol uchun ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha direktor o'rinbosari bo'lib ishlaganimda bor edi. Menda yoshlar yetakchisi bor edi, meni yordamchim. Yoshlar yetakchisiman, chunki qaysidir vazifalarni yoshlar yetakchisiga bo'lardim. Psixolog ham meni qaysidir vazifalarimga yordamlashardi, chunki u ham yoshlar bilan ishlaydi. Chaqiruqqa qadar yoshlar bo'yicha ishlash bo'yicha, harbiy vatanparvarlik ruhida tayyorlash bo'yicha ular ham tadbirda yordam berardi misol uchun. Yoki endi meni maktabimda, boshqa maktablarda bilmadim endi. Bizning maktabda shunaqa edi. Keyin undan tashqari o'sha men qanaqadir mani targ'ibotchi ham bor edi. Targ'ibotchi hozir ishlati bekor bo'lib ketdi. Shunaqa targ'ibotchi ham bor edi, kutubxonachi bor edi. Mana shunaqa misol uchun aytaylik, yaxshi ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha direktor o'rinbosari o'z faoliyatini yaxshi yo'lga qo'yib olsa, zo'r qilib yo'lga qo'yib olsa, o'zini o'sha jamoasidan kerakli vaqtda talab qilib, o'zi yaxshi menejer bo'ladigan bo'lsa, o'shalar bilan ishlab turib, o'ziniga yuklamalarni biroz kamaytirishi mumkin-da. Lekin zavuchda hech kim yo'q-da. Zavuchda hech kim yo'q uni oldida. Hamma narsani o'zi qiladi. Men misol uchun bizning maktabda zavuch o'qituvchilarga iltimos qilib, keling bugun siz yordam bering menga, iltimos. U vaqtim yo'qsa bo'ldi, tamom, ketadi. Yoki bo'lmasam qaysidir kimgadir yordam so'rab yurardi-da. Mana shunaqa holatlar. Undan tashqari tarifikatsiya hozir endi bular adashmasam ERPga o'tdi, UZASPO bilan integratsiya qilindi, lekin baribir o'sha ishlari ko'p ekanda. 13 ta odamga imzo chektirishardi. Tarifikatsiyadan o'tkazish juda qiyin edi. Soatlab kechasi bilan 9-10 gacha iqtisodchilarning oldida qolib ketishardi. Haligi qachon qarasam diplomlarni ko'tarib korobkada yurgan bo'lishardi-da. Shunaqa holat bo'lardi-da. Biz aytmoqchimanki, texnik xodim sifatida foydalanyapmiz ularning imkoniyatidan. Endi rostdan ham zavuch, masalan, men ishlagan maktablar oddiy maktablar bo'lgan. U prezident maktabi ham emas, ixtisoslashgan maktab, oddiy mahalladagi maktab bo'lgan. Endi oddiy maktablarda ko'pinchada yo 1.5, eng ko'pi 2 stavka zavuch bor. Lekin 2 stavka zavuch degani bu 2 ta odam ishlaydi. Odatda boshlang'ich sinf zavuchi, yuqori sinf zavuchi. Lekin ikkalasida ham vazifalar juda ham ko'p. Bu bitta muammo. Ikkinchi muammo, zavuchda rostdan ham na biron bir yordamchi, na biron bir nima. Endi oldin kotiba bo'lgan. Endi kotiba direktorga ham, zavuchga ham qarar edi. Endi hozir kadr bo'yicha menejer bo'lgan, u faqat direktorga va o'ziniki vazifaga bajarishga majbur bo'lyapti. Uni vazifasi ham aslida juda ham ko'p. Hozir ko'p o'sha hujjatlashtirish, buyruqlar ishlab chiqish, har qanday murojaat bilan ishlash u aslida ham oson ish emas. O'shaning uchun zavuchda vazifa ham ko'p. Vazifalar me'yorni hajmini ham ko'p. Lekin yordam beradigan inson yo'q. Endi masalan, men ishlagan paytimda bizda hali ham bor metod kengash bo'lgan. Metod kengash raisi bo'lgan, metod usubiy birlashmalar bo'lgan, ularni raislar bo'lgan, lekin ular ham oddiy pedagog, sal tajribali bo'lgandan keyin uni raislik nimasini tayinlanganmiz. Lekin ular ham yordamchi emas, chunki ular asosan dars beruvchi pedagoglar. O'shaning uchun ularda ham vazifa kam emas. Zavuchlar odatda o'ziga ishongan pedagoglarga iltimos qilar edi. Hali ham qilyapti. Lekin bu tizimdan noto'g'ri-da. Masalan, mayli bir marta yordam qilasiz, ikkinchi marta yordam qilasiz. Uchinchidan zavuch bilan aynan ishongan pedagogi noformal muloqot paydo bo'ladi. Ya'ni sizga doimo
yordam beradigan xodim xohlaysizmi yo'qmi, ertaga sizdan javob so'raydi. Men sizga shuncha ishingizga berdim. Ustama bering deydi, misol uchun. Ustamaki bering. Dars qo'sh. Dars jadvalini 2 kunga bering. Ya'ni biz zavchni majbur qilyapmiz biron bir me'yorni yo talabni buzishga. Ya'ni tilini qisishga. Bu tubdan noto'g'ri. Birinchidan, ikkinchidan masalan menda ham ishongan xodimlar bo'lgan, lekin men hech qachon hech kimga ishonmaganman. Endi mandek qiladigan inson kam. O'zi o'shaning uchun Professional darajada. baribir kimgadir ish yuklatasiz, u bajaradi. Keyin baribir uni tekshirishga, to'g'rilashga nimasi vaqt sarflaysiz. Shu bitta ish 2 marta qilmasdan 1 marta qilishga harakat qilardim. O'zi O'lgur aka, bu shuncha yuklamasiga yarasha, misol uchun oddiy o'qituvchi bilan deylik zavchni oyligi qanaqa farq qiladi? Keling, hozir oyligini men o'qib bera qolay hozir. Masalan, hozirgidan tashqari o'sha davrda ishlagan paytingizda ancha farq qilarmidi? Yo'q, zavch oyligi hech qachon pedagog oyligidan farq qilmasdi-da. Oxirgi paytlarda pedagog oyligidan ancha kam bo'ldi. Kam ham bo'lgan. Kami ham bo'ldi. O'zi jamiyatimizda o'sha alohida bir nima qatlamimiz bor. O'sha ijtimoiy yordamga muhtoj qatlami paydo bo'lgan. Maktabda ijtimoiy muhtojga doimo zavch muhtoj. Chunki oylik kam, vazifa juda ko'p. Endi yana bu muammoni ikkinchi tarafi, hozir ko'pchilik tajribali harakatchan pedagoglar zavch bo'lishga ham niyat qilmaydi. Chunki tinchgina darsini berib, ustamani olib, xalqaro sertifikatiga, milliy sertifikatiga, repetitorlikka tayyorlanib, ancha ko'proq nimasi mablag' oladi. Birinchidan, ikkinchidan ish tugaganda uyga borib tinch uyda o'tiradi. Kechqurun jadval so'ramaysiz. Zavch hech qachon tinch uyga borsa ham hech qachon tinch o'tirmaydi, chunki Telegramga yo jadval kelish mumkin, yo bir tezkor topshiriq kelish mumkin, yo ertaga tekshiruv paydo bo'lishi mumkin, yo yana bir nima bo'lishi mumkin. Qarang, men bitta narsani eslatib o'tib ketay. Men o'sha maktabda ishlab yurgan paytimda, men endi bilmadim, ishlarimni rosa joy-joyiga qo'yib, hamma narsani shunaqa hujjatlarimda ham hech kim kamchilik topolmaydigan darajada kerak bo'lsa zamdirektorlarga to'g'ri sotardim. Mana hozir ko'rib turganlar bo'lsa, buni tasdiqlaydi. Hujjatlar ulashi, mana hozirgi xalq ta'limi info loyihasi ham o'sha paytdan paydo bo'lganda, hammaga ulashganim, boshqa qilganim uchun doim birinchi bo'lishga, hujjatlarni to'g'ri qilishga harakat qilardim va hamma narsani qonuniy asoslarini qo'yib qo'yardim-da va ish vaqtim tugashi bilan uyimga ketardim-da. Hech kim kimdir maktabimni tekshirib kelsa ham, nimaga ma'lumot so'rasachi yoki chaqirtirsachi, maktabingizga chaqirtirsa nima qilardi? Chaqirtirmas edi. Hamma narsa joyida. Misol uchun, mendan keladigan komissiya kelib qolsa ham hech qachon ishimdan kamchilik topa olmas edi va men nimaga bu narsani aytyapman? Men o'sha paytda meni uyim maktabgacha maktab ta'lim bo'limini oldida uyim qo'shni men bilan. Ya'ni xalq ta'limi bo'limi o'sha paytda xalq ta'limi bo'limi qo'shni. Men uyim 14 kilometr naryoqda maktab. Men maktabda ishimni tugatib, qaytib kelib uyimga kirib ketaysam, maktabimizning zavchlari o'sha xalq ta'lim bo'limida turishgan bo'lardi-da. Ya'ni men ishimni tugatib uyimga ketyapman. Ular ish tugaganidan keyin, tasavvur qiling, ish tugagandan keyin, ish vaqti tugagandan keyin ikkinchi smenada desak ham bo'ladi, o'sha xalq ta'lim bo'limiga borib, iqtisodchini oldiga kirib, buxgalterning oldiga kirib, nimalarnidir hisobotini topshirishayotgan bo'lardi-da. Va undan tashqari hozir ham uchrab turadi. Shunaqangi bir bosim bo'ladiki, misol uchun aytaylik, maktabda, kundalik ko'mda misol uchun foiz tushib ketgan bo'lsa yoki bo'lmasa mana hozir Cerebrimi nima o'sha pizaga tayyorlovchi qanaqadir nima chiqqan, platforma chiqqan. Mana shunda foiz ko'rsatkichlari tushib ketgan bo'lsa, bir pasda zudlik bilan foizini ertalabgacha ko'tarib qo'yish topshirig'i keladi-da. Keyin haligi zavch informatika fani o'qituvchi bilan ertalabgacha maktabda o'tirib ishlashga majbur-da. Ya'ni faqat shunaqa tinimsiz topshiriqlar bilan nima qiladi-da ishlaydi. Demak, hozir xulosa qilayotgan bo'lsam, gaplaringizdan, demak, zamdirektornikidan ko'ra zavchniki og'irlik chiqyapti-da, og'ir. Yo'q, Isroil aka, mana bunaqa qilaylik. Qarang, bir-birini solishtirmaylik mana. Chunki ikkovsi ham g'irt byurokratiyani ichida.
ikkisi ham g'it byurokratiyani ichida. Hozir ikkisini solishtirib qo'yadigan bo'lsak, to'g'ri bo'lmaydi menimcha. Bu ikkovini solishtirmasligimiz kerak. Biz aksincha boshqa tizimlar bilan solishtiraylik. Mana misol uchun Olger Aleksandrovich, men nima qilayotganim, Olger Aleksandrovich davlat maktabida ham ishlaganlar. Xususiy maktabda, ya'ni profiskulda ham necha yil faoliyat yuritgan? 3 yil. Zavch bo'lganmisiz? Xususiy maktabda ham zavch bo'lgansiz. Keyin direktor bo'lgan. O, kakras qarang mana. Demak, mana siz davlat maktabidan zavchlik qilib yurdingizda, keyin nima deydi, chaqirtirishdi va profiskulda maktabiga, xususiy maktabga keldingiz. Dastlabki 1 yilgi davomida, 1 yil, dastlabki 1 yilni solishtiraylik. Qanday o'zgarishlar his etdingiz? Misol uchun, davlat maktabi bilan xususiy maktabdagi Juda farq jarayonni qanaqa solishtirib bering. Aynan zavchlik ko'zi bilan. Xo'p, uni solishtirishdan oldin bitta narsani aytish kerak. Hozir masalan ma'naviyatchi bilan zavch solishtirganda ikkalasi ham ish og'ir, to'g'ri. Lekin zavchchi ishi ancha mas'uliyatli. Chunki zavch pul bilan ishlaydi. Ya'ni dars yuklama, ish haqi tabeli u pulga bog'liq va zavch xatosi har qanday pedagogga ta'sir o'tkazishi mumkin. O'shaning uchun ikkalasi ham ish og'ir. To'g'ri. Lekin zavchniki ishi hozir juda ham mas'uliyatli. Yo'q, hozir Shuni misol uchun tan olish kerak. zamdirektorlarda ham misol uchun yoshlar bilan ishlaydi-yu, juda ko'p deylik har xil noqulay vaziyatlar chiqadi yoshlar. Yo'q, mana qarang, men bitta o'shalarga ham narsani zamdirektor mas'ul. Bu bitta tomondan narsa borda, qarang, olganda Olger Aleksandrovich pul masalasini ko'tardik. Bu juda ham nozik masala ekanda. Men o'zim guvoh bo'lganman. Misol uchun zavch maktabda ishlayapti-da. Endi u o'qituvchi bo'ldi. Misol uchun 3 yil ishladi, 4 yil ishladi, o'qituvchilikka qaytdi yoki boshqa maktabga o'tib ketdi-da. O'sha maktabga audit, kiruv tekshirib boryapti-da. O'sha zavchni 3 yil oldingi qaysidir qilgan xatosi uchun javobgarlikka tortishyapti. Tasavvur qilyapsizmi? U ketib bo'lgan. nimaga ortiqcha to'lavergan? Qanaqadir qonunni noto'g'ri ishlash oqibatida bilasizki, biz shunaqa narsalarga vaqtida tushuntirish berilmaydi. Natijada qaysidir ustamasiga, endi u ham bilmay qolganda, juda murakkab jarayonda bu. Ustamaga qanaqadir qilib to'lagan, uni o'ylasangiz qonuniy o'zi aslida. Lekin kiruv tirnog'i ostidan kir qidirishni ko'radi. Mana shunday, mana yaqinda juda muammo bo'ldi. 823-sonli bo'yicha ustama bor-ku, ustamani yoz oyida, mana misol uchun iyun, iyul, avgust oyida to'langani uchun 2023-yildan 2024-yil 1 yillik ustamani o'qituvchilardan qaytarib olib, zavchlarga javobgarlik yukladi. Farg'ona viloyatidagi Farg'ona viloyatida bo'ldi, 5-6 tumanda shunaqa bo'ldi. Oxir biz vazirlikka shu narsani nima qildik? U allaqachon vazirlik shug'ullanayotgan ekan. Vazir o'rinbosari Temur Kalandarovich sog' bo'lsin, ular bu muammoni bartaraf etib, hozir prezident qaror darajasida u muammoni bartaraf etish. Aytmoqchimanki, shu pul bilan bog'liqda, mana o'zlariga bog'liq bo'lmagan narsa uchun javobgar bo'lib ketyapti-da. 3 yildan keyin ham uni javobgarlikka tortish mumkin-da, shunaqa mas'uliyati kuchliroq. O'lgur aka o'sha savolga javob berishsa yaxshi bo'lar. Endi hozir agar xususiy bilan davlatniki maktabni solishtirsak, u juda ajoyib bo'ladi. O'zi zavch kim va nima qilish kerakligini men xususiy maktabda sezdim. Aslida chunki xususiy maktabga o'tish jarayoni o'zi juda ham qiyin bo'ldi. Chunki deyarli 17 yil davlat tizimida ishladim. Oxirgi maktabda 10 yil ishladim. Maktabimiz mahalladagi. Bizda avlodlab o'qigan, ota-onasi hammasi taniydi, bolasi hammasi taniydi. Daraxt bir joyda ko'karadi. Jamoamiz ham ancha yaxshi bo'lgan, ancha hammasi o'rgangan. Hatto men masalan har bitta pedagogni uyda ahvoli qanaqa, xo'jayini kim, bola qayerda, hammasi bilar edim. Shunga qarab ish tutar edim. Endi bilasiz, pedagoglar bilan ishlash o'zi juda ajoyib jarayon. Har bitta pedagogga individual holatda yondashish kerak. Agar rostdan ham zavch, o'sha rahbar bo'lib ishlayman desangiz, har bitta pedagogga individual tarzda yondashish kerak. Undan keyin u sizga natijasini, samarasini beradi. Lekin unaqa holatga vaqt ham kam bo'lgan. Chunki zavchda ish ko'p. Xususiy maktab o'tganda bir oy hayron bo'lib yurdim. Hech kim baqirmaydi. Hech kim shoshmaydi. Kimga kim baqirish kerak? Pedagoglar ham bemalol yuradi, hammasi kulib, bir-biriga salom berib yuradi. Bolalar ham o'sha juda ajoyib tarbiyali, hech kim bir-birini urushmaydi, hech kim koridorda yugurmaydi. Yugursa ham bir gap aytsangiz, bo'ldi, uzr deb tinchib ketadi. O'shaning uchun bir oy hayron bo'lib yurdim.
hech qanaqa tezroq topshiriq, hech qanaqa test jadvalni topshiring, ekonomistga boring, vazirlikka chaqiryapti, rayonga uchrashing degan gap yo'q. O'shaning uchun bir oydan keyin endi men haqiqiy zauchlikni bilan band bo'ldim. Ya'ni o'quv jarayonini tashkil qilish, pedagoglar bilan ishlash. Endi pedagoglar bilan ishlash bitta joyi bor, bekor emas, xalqimizda gap bor. Zauch bu ustozlar ustozi. Ya'ni darsni kuzatib, biron bir pedagogga metodik yordam berib, yaxshi pedagogini yosh mutaxassisga biriktirib, birga biron bir tadbir, ekskursiya uyushtirish, mana ko'proq shu ish bilan shug'ullanardim. Endi bizda ham, masalan, elektron jurnal o'sha payt davlatda endi boshlangan kundalik, bizda o'sha elektron jurnal bo'lgan. O'sha o'quvchilar harakatini ham olib bordik biz. Masalan, pet kengash yuritdik biz. Buyruqlar daftar yuritdik biz. Lekin o'zimiz bilib vijdonan shuni qildik-da. Hech kim tepamizda turmagan. Tez qil, tez yoz, tez topshir. Direktorimiz ham juda ajoyib inson bo'lgan. U ham kuzatib turgan ishimni. Tushunmagan narsani tushuntirar edi. Agar qarasam, men shu ish bilan imkoniyatman, xalaqat bermasdi. Chunki bilasiz, chunki bilasiz, rahbarni asosiy vazifani malakali kadrni topib, unga ishga xalaqat bermaslik kerak. Mana hozir ham rahbar bo'lib, men ko'proq jamoa bilan shunaqa tarzda ishlayman. Vazifaga qarab yaxshi sifatli kadr topiladi va kuzatiladi. Men hech qachon birov meni xodimga ishga aralashmayman. Agar xato qiladigan bo'lsa, chaqirib tushuntiraman. Mana shu joyda xato o'tyapti. Uni to'g'rilamasak, shunaqa natijasi chiqadi. Uni to'g'rilasak, shunaqa samarasi chiqadi. Agar u men ko'rsatmasiz ishini bilib bajarsa, menga boshqa hech narsa kerak emas. Ish bo'lsa, samarasi bo'lishi kerak. O'shaning uchun aynan xususiy maktabda zauch nimaligini men yaxshi tushunganman. Masalan, deylik, davlat maktabida bitta oddiy zauch necha soat dars kuzata oladi deb o'ylaysiz, ishidan ortib haftasiga? Endi uni alohida me'yori bor. Adashmasam, haftaga 4 soat dars kuzatish shart. Zauch bir stavkali. Lekin real hayotda haftaga bir darsga kirsa, u ham katta gap. Bir darsga kirsa, u ham katta gap, chunki maktabdagi zauchlar vazifa ham juda ko'p. Vazifa ham juda ko'p. U asosiy vazifalar ham. Keyin maktab u ham tirik organizm. Masalan, maktabga borganda doimo men reja tuzardim. Mana hozir maktabga kelyapman, bu ish qilaman. Kirganda rejangiz bir tin bo'ladi. Chunki qaysidir sinfda davomat pasagan, yoki kimdir bilan urushgan, yoki biron bir jadval kelgan, yoki yana boshqa nimasi tezkor tadbiriga palon bolani olib borish kerak, yoki yana nimadir. Xolos shuni ham narsani qilib obeddan keyin endi men o'zimniki ishimga o'tardim. Endi obeddan keyin deyarli dars bo'lmagan. Bir smen dars bu maktablarda aytyapsiz. Siz ikki smen darslar undan ham qiyin ekan. Smenada darslari bo'lsa, shu maktabdagi zauch nafas umuman olmaydi. Rostdan ham, chunki masalan men aniq bilardim, obedgacha men biron bir ishimni bajarib bilmayman. Chunki men jarayon kuzatish kerak, davomat kuzatish kerak, darsni to'g'ri tashkil qilish kerak. Endi men ishlagan paytida hali kuzatuv kamera bo'lmagan. Ayrim mashhur bo'lgan maktablarda endi kamera o'rnatish jarayon boshlandi. Lekin masalan biz maktabda kuzatish kamera bo'lmagan. Ya'ni men har darsni aylanib chiqishga majbur bo'lar edim. Aylanib chiqib ko'rar edim. Qaysi sinf tinch? Endi har bitta maktabda zauch bo'ladi. Zur sinflari bor, o'rta sinflari bor, endi shubhali sinflari bor. Albatta har darsga chiqib shu sinf tinch turadimi, muammo chiqmadimi, yaxshimi, yomonmi, keyin xuddi shunaqa pedagoglar. Endi har bitta maktabda tajribali pedagoglar bor, o'rtaho'l pedagoglar bor, endi yangi kelgan yosh mutaxassislar yoki tasodifan kirgan pedagoglar bor. Birinchi navbatga ularga borib, xona tinchmi, dars bo'layaptimi, hammasi tirikmi, bir-birini go'sht yemayaptimi, aylanib chiqib, keyin uchisiga kiradim. Hozir bitta narsa borda, qarang, zauchlarda bitta muammo hamki, misol uchun qaysidir o'qituvchi bir kun kasal bo'lib qolib, bir kun agar darsga kelmaydigan bo'lsa, butun bir raspseniya
o'zgarib ketadi-da. Keyin mana shu bilan o'zi menimcha bir kuningiz o'tib ketib qolsa kerak-a. Zavodda bir kuni o'sha o'qituvchini o'rnini to'ldirib turib, bu darsga o'rniga suradi-da, buni tepaga olib chiqadi, buni pastga qo'yadi. Uning ichida yana qo'shimcha topshiriqlar kelib, agar pedagoglar kasal bo'lsa, eng yomon ko'radigan holat shu, chunki endi bizda aralash maktab bo'lgan, rus sinflarimiz ham bo'lgan, o'zbek sinflarimiz bo'lgan. Endi unaqa maktablarda ayrim pedagoglar kam. Masalan, fizikimiz bitta bo'lgan. Rus sinfga, bittasi o'zbek sinfga. Kimyochimiz ham xuddi shunaqa, bitta rus sinfga, bitta o'zbek sinfga. Ulardan bittasi kelmasa bo'ldi, tamom. Uni zamenini qo'yib bilmaysiz, chunki hammada o'ziniki soati bor. Birinchidan, ikkinchidan har kim zamena kirishga ham tayyor emas. Endi bilasiz, mana amaldagi qonunchilik bo'yicha men matematik bo'lsam, lekin siz tilchi bo'lsangiz, siz kasal bo'lganingizda men darsga kirib bo'laman, lekin menga to'lanmaydi. Chunki men mutaxassis emasman. Ya'ni men sifatli darsni o'tishni bilmayman, men prosta bog'larni band qilib o'tiryapman. Menga to'lanmaydi. Endi hozirgi pedagoglar aytyapti, menga to'lanmasa, nima uchun qilishim kerak? Endi uni yaxshi gapi bilan nimasini kirgizasiz u. Lekin u ham ko'plangan dars emas. U prosta bolani band qiladi. Bir narsani juda ko'p o'ylayman-da, shunda mana buni ham bitta fikrlashaylik. Yana balkim vazirlik bizni mana bu tanaffus podkastida ko'p muammolar mana ko'tariladi-da. Misol uchun ta'limni isloh qilish bo'yicha mana shu yerdan ham bir fikrlarni olib, tatbiq qilsa bo'ladi-da. Mana misol uchun mana shu narsaga yechim yo'qdi haqiqatdan ham. Maktabda juda ko'p holatda issiqjon, hamma ham kasal bo'ladi yoki qanaqadir ish chiqib qoladi. Bitta tumanda 50 ta maktab bo'ladigan bo'lsa, 25 tasida shunaqa muammo bor-da. 50% da qaysi o'qituvchi kelmay qoladi. Va darslarning sifati ham mana shu bo'lib tushib ketib qoladi. Yoki bo'lmasam o'sha o'qituvchini mana juda ko'p tadbirlar bo'ladiki, men hozir ham mana kuzatib boraman. Ya'ni o'qituvchilar bilan ishlayman, zamdirektorlar bilan, bevosita savol javoblari bilan, zavучlar bilan ishlayman-da. Topshiriq keladi. Musiqa o'qituvchisini tezda madaniyat uyiga soat 9:00 da 10 ta o'quvchi bilan yuboring yoki bo'lmasa tarix o'qituvchisini qanaqadir bunaqa tadbirlarda ko'rsangiz, tadbirlar ro'yxatini ko'rsangiz, o'zi biz ta'lim beryapmizmi yo tadbir qilyapmizmi degan savol ham tug'iladi-da. Shunaqa narsalarga juda ko'p olib borishadi yoki bo'lmasa qanaqadir seminarlar, boshqa narsalar bo'ladi-da va o'qituvchini o'rnini bosadigan hech kim yo'q. Men bir shunaqa narsani o'ylaganman. Mana hozir oliy ta'lim muassasalarida misol uchun 4-kurs talabalar bor, pedagoglar bor. Mana shunaqalardan bir komanda tuzib qo'yib, shu bir kun oldinda xuddi mana qayerdadir yong'in bo'lsa, pojarnikga telefon qilsangiz tez yetib keladi-ku. Shunaqa qiladigan bir tizim, tezkor o'qituvchi degan xizmati degan bir narsani yo'lga qo'ysak bo'lmasmikan? Mana misol uchun talabalar, aytaylik, talabalarni kunlarga bo'lib qo'yadi. Ular qayerda o'tiradi? Xalq ta'limi bo'limida bitta xona qilib berishadi, balki xona qilib o'shga qo'yadi-da, ular seminar o'tib boshqa qilib bir-biri bilan fikr almashib o'tiradi-da, qaysi maktabdan viziv kelib tushsa, o'sha maktabda yetib borishadi yoki bo'lmasam bir kun oldin hech bo'lmasam rejalashtirsa bo'ladi-da. Misol uchun bir kun oldin aytadiki, o'qituvchi ertaga men bora olmayman deb qo'ysa, direktor xalq ta'limi bo'limiga aytaylik, viziv tashab qo'yadi, shunaqa so'rov tashab qo'yadi. Ertaga menda matematika o'qituvchisi yo'q bo'ladi yoki bo'lmasa biologiya o'qituvchisi yo'q desa, o'sha nimadan haligi komandani ichidan bir kishini sen ertaga 14-maktabga borasan-da 1 soat biologiya o'tasan. Misol uchun o'shalar talabalar bir oyda aytaylik 10 ta maktabga borgan bo'lsa, o'sha 10 ta maktab uchun 10 soatiga qanaqadir pul to'lab qilish kerak deb o'ylayman-da. Shunaqa ideya bor menda. Nima deysizlar? Hayotga to'g'ri kelgan ideya. Endi masalan, men bilishimcha, ayrim xususiy maktablarda va chet el maktablarda o'zi unaqa navbatchi pedagog bor. Endi bitta narsa tan olish kerak, zavuchga yoqadimi, yoqmaydimi, lekin pedagoglar ham tirik jon. Hech kim ataylab kasal bo'lmaydi, yo biron bir vaziyatga tushmaydi. Xohlaymizmi, shunaqa holat bo'ladi. Endi ayrim maktablarda shunaqa aynan navbatchi pedagogi bor, uni asosiy vazifani o'sha kelmagan pedagogni o'rniga kirish. Endi bizda ta'lim tizim sal boshqacha chet elnikidan ko'ra, o'shaning uchun masalan bizda shu narsa qilish qiyinroq. Masalan, ham matematika, ham fizika, ham barcha fan biladigan pedagog o'zi topish qiyin. Chunki endi biz bilmaymiz-ku, kim kasal bo'ladi, kimyochi kasal bo'ladimi, muzikachi kasal bo'ladimi, rasmchi kasal bo'ladimi. Lekin unaqa nimasi, masalan, boshlang'ich sinflarda shunaqa amal qilishimiz mumkin.
chunki boshqa sinflarda Ha, qaysi sinfga universal kirmasa- bo'ladi. Ularda bo'lsa eplash mumkin. nimada, Ha, ular o'sha- universal bo'ladi. Yoki siz aytgandek biron bir shunaqa pojarniy komanda tuzsak ham bo'ladi. Yo'q, endi juda nima deydi, real hayotga to'g'ri kelmaydi-da. Misol uchun mana bitta misol deylik, mana siz birinchi aytyapsiz, rayonada o'tiradi deyapsiz. Ularni asosiy o'qishi qayerda? Nima bo'ladi? Yo'q, mana universitetda o'qishi. universitetda mana misol uchun talabalarda hozir shundoq ham amaliyot bilan birga bo'lsin deyapti-da. Amaliyot o'tasin deyapti shundoq ham. Ha, amaliyot o'tasin. Shuni misol uchun biriktirib qo'ysa bo'ladida, qanday sochib, qanaqadir grafikka solib chiqsa bo'ladi Bu ham- demoqchiman-da. Bir bu ham bitta qanaqadir yechim variant, bor. lekin asosan O'lgur aka aytgandek, misol uchun o'sha maktabda o'zidan eplab chiqarish. Yo'q, uni bartaraf qilish yana boshqa yo'li bor. Masalan, hozir bizda oliy ta'limda o'qish moduli. Ya'ni bizda aniq belgilanmagan, mana shu haftaga 5 soat matematika, 2 soat o'zbek tili, 3 soat rasm bo'lsin deyilmagan. Ya'ni bir oyga shuncha soat o'qishimiz kerak. Agar maktabda shu tizim yaratilsak, masalan, bir hafta ichida matematika asal bo'ldi. Xo'p, uni darsini olib, uni o'rniga boshqa darsni qo'yish mumkin. Masalan, rus tili 3 soat bo'ladigan bo'lsa, uni 3 soat emas, 6 soat qo'yish mumkin. Ha, o'sha dasturni Keyin matematik o'ziga kelib olganda, aynan shu yechilgan rus tilini 3 soatini o'tgan-ku, uni o'rniga matematika qo'yish mumkin. Ya'ni modul tizimi qilish mumkin, lekin u sal yana zavj qiynaladi. Dars jadvali bilan, lekin maktab o'zini kuchi bilan shunaqa eplab bo'ladi. siz dars jadvalni qo'lda qilarmidingiz? Yo'q, Terib chiqarib yo'q, yoki yo'q, kompyuterda bilmayman, lekin man programma bormi shunday? bor. Yaxshi ishlaydimi o'sha? 2007-yil biz HP kompaniya bilan hamkorlik qilganmiz. Juda katta proyekt olib borganmiz. Ular bizga Davlat maktabida demoqchimisiz? davlat maktabida. Как раз Yakkasaroy tumanidagi 172-maktab bo'lgan. Biz maktabida mana o'sha payt endi informatika darslari 5-sinfdan boshlab kirgizish boshladi nimasi, o'quv rejaga. Aynan biz loyihamiz shu bo'yicha bo'lgan. Biz loyiha evaziga informatika 8-sinfdan 5-sinfga tushdi. Xullas shu loyihani qatnashib HP kompaniya bilan hozir endi 2-sinfdan boshlandi. Ular bizga bitta sinf komplekt sovg'a qilgan. Hali nima fit klient, hali o'sha paytda Toshkentda men ko'rmagan. Lekin bizga sovg'a qilgan. Ular bizga dasturiy ta'minot ham olib kelgan Rossiyadan, o'sha dars jadval dasturi. 2007-yildan shu dastur bilan ishlaganman, lekin tan olish kerak, u bizni tizimga mos kelmasdi, chunki endi baribir u boshqa davlatniki edi. Lekin yil bilan nimasi ishlab men o'zimizga uni moslashdim va mana profigacha shu dastur bilan ishladim. Hozir endi o'zimizniki dasturlari ham chiqdi. Yo'q, sizni maktabingizda shunaqa joriy qilinganda, lekin boshqa maktablar asosan qo'lda qiladimi? Qo'lda qilinadi. Balki shuni ham umumiy bir imkoniyat yaratib berish kerakdir. Programma yaratib. Yo'q, hozir o'zimizniki O'zbekistonda ishlab chiqqan dasturi bor, lekin bitta narsa tan olish kerak. Hozir ko'pchilik foydalanadi. Lekin tan olish kerak, maktabimiz juda farq qiladi. Pedagog sonidan, sinf sonidan, keyin aytaman-ku, zavj baribir individual yondashsa u bo'ladi. Masalan, hamma matematiklarda haftaga 5 soat darsi bor. Butun respublika bo'yicha. Lekin bitta matematik yoshroq, uni yosh bolasi bor, uni 3 kunga qo'yish kerak. Bitta endi pensiyada unga farq yo'q, bir kunga 1 soat qo'ysangiz ham rozi. Ya'ni unaqa inson omillari ko'p. Keyin bu kabinetga ham bog'liq. Masalan, qaysidir maktabda kabinet ko'p bo'lar ekan. Ya'ni ular kabinet bemalol ishlatadi. Men ishlaydigan maktabda doimo muammo bo'lgan. Bizda hech qachon kabinet yetmagan. Bo'linish ayniqsa juda bo'linish, keyin bizda kontingent ko'p bo'lgan. Maktabimiz masalan quvvatimiz 700 bolaga mo'ljallangan edi. 62-yilda maktab qurilgan. Lekin bizda hech qachon 900 ta kam bola bo'lmagan. Ya'ni quvvatimiz почти 1,5 barobar oshganmiz, endi majbur bo'lganmiz. Ham maktab aralash bo'lgandan keyin bizda ikkita fizika, ikkita ximiya, ikkita biologiya xona bo'lishga majbur bo'ldik-da. O'shaning uchun unaqa holatda umumiy dastur ishlab bilmaydi-da.
uni har qanday zavj baribir o'ziga moslashishi kerak, lekin dasturlar hozir bor. O'zi bitta pedagog misol uchun yaxshi sifatli dars o'tishi uchun necha soat bir kunda dars berish kerak deb o'ylaysiz? Maksimal. U ham tirik jon-ku. Endi u pedagogga ham bog'liq, lekin masalan 3-4 soatdan ortiq hech qaysi pedagog berib bilmaydi. Chunki qiyin. Dars berish juda qiyin. Chunki bekorga bermadimmi bu savolni? Men dars jadvalimga qarayardim, 6 soatlik bo'lsa u deyardim-da, o'sha kun men uchun og'ir deylardi. Shunaqa. Misol uchun qaysidir sherigim ketib qolsa, abitaniyatga ham dars o'tsak, misol uchun bir kunda 10 soatdan o'tganmiz, lekin tilim osilib qolganda o'sha uyda. Shuning uchun aytyapman, baribir Hozir 1,5 stavkagacha darsga ruxsat beriladi, ya'ni 30 soatga ruxsat beriladi. Ko'pincha pedagoglarimiz 30 soatga ishlaydi, lekin juda og'ir. Masalan, 5-6 soatlari juda ham og'ir. Zavjlar ham dars o'tadi, to'g'rimi? Zavjlar ham dars o'tadi. Xo'p, shuncha ishdan ortiq qanday o'tadi unda? Endi bu savolingizga menda ikkita qarashim bor. Birinchidan, zavj dars bermasa bo'lmaydi. Chunki rag'bar jarayondan uzilsa, o'sha boladan uzilsa, u pedagog muammoni bilmaydi. Pedagog muammoni bilmasa, u pedagogga qanday yordam, qanday maslahat beradi. O'shaning uchun men nazarimda zavj albatta dars berishi kerak. Finlandiyada misol uchun mana nimasi o'qidim, bir ikkita kitoblarda o'qigandim. Finlandiyada misol uchun direktorlarda ataylab dars o'tasiz deb dars jarayoniga ataylab dars berishar ekanda. Bizda misol uchun yo'q, rahbarlar endi dars bermaydi deydi-ku, mana hududlarda nimalar. To'g'ri, misol uchun bir tomondan qanday ulguyapti bu o'qituvchilarga dars etmay turganda to'g'ri yetmasligi mumkin, lekin Olga Aleksandrovich aytmoqchi, haqiqatan jarayondan uzilib qoladi-da, haqiqatan ham. Dars o'tsa o'sha tizimdagi muammolarni, boshqa narsalarni biladi-da. Lekin ikkinchi qarash, zavjga dars o'tish juda oson emas. Chunki birinchidan o'ziniki vazifalari juda ko'p. Ikkinchidan dars o'taman deganda birinchi navbatda darsga tayyorgarlik ko'rish kerak. Ayrim zavjlarga darsga tayyorgarlik ko'rish prosta jismonan vaqt yetmaydi. Uchinchidan, zavj o'ziga xo'jayin emas. Hozir darsga tayyorlanib, ertaga dars zo'r beraman desa, birdaniga ertaga seminar, ertaga majlis, ya'ni dars ko'p ketib, zavj ketishga majbur bo'lyapti. O'shaning uchun shu tarafni ham o'ylash kerak va ko'pincha zavj nima uchun dars, mana o'zimizning holatda nima uchun ko'pchilik zavjchi darsni olyapti? Chunki oylik kam. Zavj oyligi aslida juda ham kam. Birinchidan, ikkinchidan men bekor aytganim yo'q. U ijtimoiy himoyaga muhtoj, chunki zavjga ustama mumkin emas, rag'bat mumkin emas, tanlovda qatnashish mumkin. Endi rag'bat hozir hammaga o'sha bir martalik Kasbiy bayramga, o'sha minimal okladiga bir martalik hozir ham 560 mingmi? Lekin u ham rag'bat deb bilmayman, u o'zgarmadi. Ya'ni tanlovda qatnashish mumkin emas, milliy sertifikat olishi befoyda, u zavjlikka ta'sir qiladi. Ya'ni zavjda qonundan oylik oshirish imkoniyati yo'q. Bitta yo'li bor. Attestatsiyaga kiradimi? Agar dars bermasa attestatsiyaga kirmaydi. Chunki u pedagog sifatida attestatsiya o'tadi. Agar pedagog sifatida, masalan, men shuncha yil ishlab hech qachon dars tashmaganman. Men doimo dars o'tganman. Meni to'yfam ham oliy. Xalq ta'limi a'lochisi ham men, tanlovda ham qatnashganman. Chunki men hech qachon dars tashlamaganman. Lekin darsini olmasdan mayli, to'yfani olsam, hozir oliy to'yfam bilan zavj bo'lib ishlayman, menga hech qanaqa nadbavka yo'q. Chunki men oliy to'yfali pedagogman. Oliy to'yfali zavj emas. O'shaning uchun zavjda oyligini oshirish imkoniyati yo'q. Hozir bitta imkoniyat berishdi, u ham menejerlik sertifikatiga o'qisa, direktorlik menejerlik kursida o'qisa, oyligi 30% qo'shiladi. U ham 50% qilish kerak, 30% qo'shiladi. Shu holat, u ham juda oson emas. Toifasi bor zavj bilan toifasi yo'q zavjda farqi bormi? Hozir nima oyligida farqi bo'ladimi? Toifa degan narsa o'zi yo'q. Toifasiga qarab oylik to'lamaydi, demak. Yo'q, dars o'tsa toifasiga qarab to'laydi. Misol uchun 10 soat dars. Yo'q, dars o'tsa degani bilaman. Yo'q, zavj bo'lsa-chi? Yo'q. Zavjda hech qanaqa toifa 5 yil ishlasangiz zavjsiz, 10 yil ishlasangiz ham zavjsiz, bir umr ishlasangiz ham zavjsiz. Demak, oylik bir xil ekanda hammada. Foyda bir xil. Faqat hozir zavj oyligi kontingentga qaraladi. Ya'ni maktabida kontingent o'sha hozir adashmasam 4 ta guruhi bor.
to'rtta guruh bo'yicha zavch o'ligi kontingentga qarab o'sishi mumkin, lekin uni o'sishi ham juda ham nomaga qilingan. O'shaning uchun zavch o'ligi juda kam. Mana eng mana bu yerda nimalari bor, kontingentga qarab 400 tagacha o'quvchiga 4.386.000, 400 tadan 880 tagacha 4.696.000, 881 tadan 1.600 tagacha 5.015.000, 1.600 ta va undan ortig'iga 5.317.000. Xullas buni agar soliqlarni, boshqalarni ayirib tashlaydigan bo'lsak, hech qancha nimasi farq masofasi hech qilmaydi-da. qancha emas ekan, farqi hech qancha emas. qo'shimcha ustamalar, boshqa narsalar haqiqatan ham yo'q-da ularga. Ha, o'ligi juda kam. Rag'bat yo'q. U bitta masala, ikkinchi masalasi zavch hech qachon o'ligini uyiga olib bormaydi. Rayonga borish bor. Chunki endi qaysidir maktabda zavch mashina bor, qaysidir maktabda zavch mashinasi yo'q. Rayonga borishi bor. Har qanday kserokopiya qilishi bor. Rasmlar chiqarishi bor. Endi hamma maktabda vaziyat har xil. Masalan, kimdir rangli printer bor. Endi menimcha hozirgi zamonda hammada bo'lsa kerak, lekin men ishlagan maktabda shunaqa texnika yo'q edi. Endi o'sha paytda texnika o'zi yo'q edi. Chunki 2001-da ishga kirsam, 2007-yilgacha uyali telefon nimaligini hech kim hali bilmasdi. Endi ayrim direktorlarda paydo bo'lar edi. Keyin hozir uyali vositasi, masalan, zavch tinmay telegramga o'tiradi. U telefon ham korporativ emas. Telefon ham shaxsiy, trafik ham shaxsiy. Ya'ni zavchda nafaqat oylik ham, zavchda xarajat ham. Xarajat ham. Va undan tashqari mana hisobotlari bor, statistika hisobotlari bor-ku, juda murakkabda. Ayniqsa oldin DSH degan hisobot topshirishardi-da. Men nima ekan deb ichga kirib o'rganib ko'rganman-da, Excelda shunaqangi hisobot ekan, endi boshim aylanib qolganda, mana statistika agentligi bor-ku, shu zavchlar tuzib bergan hisobotdan olib statistika berishadi O'zbekistonda anaqasi. Vazirlik ham shu zavchlar kiritgan hisobotdan olib turib, qancha o'quvchida qancha o'qituvchi hamma butun boshli oila toifali nechta ichiga kirsangiz juda ham bir anaqa keng tarmoqda ayol, erkak, yosh, jins hamma narsa qarab ajratilgan o'quvchilarni yetim, chin yetim, xullas shunaqangi keng anaqa doiraga kirib ketgan va undan tashqari u statistikani topshirayotganda bitta narsa bo'ladiki, qabul qilmaslik holati ko'p. Misol uchun qabul qilmaydi. Nimaga qabul qilmaydi bilasizmi? Pul oladi chunki. Men o'zim guvohi bo'lganman. Hisobotni olib boryapti, topshiryapti, qabul qilmayapti. Noto'g'ri deb отказ berib olyapti, to'g'ri bo'lsa ham. Yana qo'shimcha qanaqadir narsalar beryapti. Oxiri zavch aytadi, o'zingiz qilib bering, shuni nima qilaylik desa, davay pulni uzating, qilib beramiz deydi va pulini beradi va o'sha qanchadir muddatda topshirib turadi uni. Har topshirayotganda pulni oladi, topshiradi. Qanaqadir foizi tushib ketyaptimi, ko'tarish uchun davay pul deydi. Hamma narsaga U zavchdan keyin yonidan to'laydimi yoki endi ba'zidalar yonidan to'laydi. Endi o'qituvchidan ham deb yig'a olmaydi-da. Hozirgi zamonda misol uchun iloji ham yo'q-da, agar uni yig'adigan bo'lsa, huquqini ancha tanib qoldi. hozir unaqa narsa, xullas og'ir-da. O'qituvchidan yig'aytsa, ertaga agar ijtimoiy tarmoqda chiqib ketadigan bo'lsa, ishdan ham bo'shab ketishi mumkin. Yo'q, endi zavch xarajatlari juda nozik masalasi. Endi uni zavch oppoq, BIBM deyishsa noto'g'ri. Endi o'zi xalqimiz odat yomonroqda. Biron bir vaziyat yumshoqroq qilmoqchi bo'lsak, yo biron bir vazifadan qochmoqchi bo'lsak, o'zimizni ham taklif qilamiz. O'zimiz taklif qilamiz, keyin o'zimiz xafa bo'lamiz. O'shaning uchun prosta zavch ishi juda ham murakkab. Juda ham, masalan, statistika deysizmi, o'sha harakat hisobotni deysizmi, endi hozirgi ko'p narsa elektron tarzda avtomatik ravishda nimasini amalga oshiriladi. Lekin men ishlagan paytda aynan DSHni qalam bilan rezinka o'zim hisoblab, qog'ozma-qog'oz, jurnal-jurnal o'tirib hisob kitob qilardim. Juda ham murakkab. Juda ham murakkab. Chunki siz aytgandek, yoshingiz bo'yicha, millat bo'yicha, jins bo'yicha u yerda nimasi, yosh chegarasi bor, masalan, yoshlik davri, подростковый davr, unaqa juda ham murakkab. Siz haligi davrda ham ishlagansiz-da, misol uchun 158 ish yuklamasi chiqqan-u, yangi 2007-yillar edi, eslaysizmi o'sha yillari? Ya'ni 18 ta daftar to'ldirilgan. Shunaqa. Bir boshdan qabul qilib o'tirgansiz-da? O'sha
asosiy stoldagi kitobim shu bo'lgan. O'sha. Hamma kelardi oylikdan oldin, oy tugashida sizga bir boshdan daftarni ko'rsatib, siz plus minus qilib o'tirgansiz. Lekin o'sha paytda yaxshi ishlar edik. 2005-yilda juda zo'r islohot bo'ldi. 275-qaror chiqdi. Shu qarordan zavod o'sha nimasini 2005-yildami? Hali 275 Vazirlar Mahkamasining qarori. 275-qaror ped yuklama degan narsa paydo bo'ldi. Ha, o'shani deyapman-da men. 18 ta daftar o'shanda paydo bo'lgan u. Shunaqa. Naborat u 174-buyruq bo'lgan. yo'q, naborat Bu yerda ham- kengashtirib yubormaganmi u qaror? Shu aytaman-ku, aynan shu yildan boshlab Ha. zavodlar 5 yilga qarayib ketdi. Siz hozir yaxshi islohot bo'ldi deganingizga men hayron bo'lib o'tirdim. Ha, ishtirokchida. Chunki aynan ustamalar, ped yuklamalar, o'sha har bir soatini hisob-kitob qilib pul to'lash aynan 2005-yilda paydo bo'lgan, judayam murakkablashtirdi nimasini. Haligacha u Haligacha asorati bor-da uni. haligacha u bekor bo'lmagan, uni islohot qilamiz, boshqa qilamiz, lekin tegidagi o'sha nimasini O'zi men o'shani tushunamanki, nima deb o'ylaganim dastlab bo'lganda, ya'ni o'qituvchi darsiga qarab maktabda bo'lish soatini aniq belgilab qo'ygan o'sha qaror deb tushunardim-da. Ya'ni 20 soatdagi o'qituvchi falon soat maktabda o'tirish kerak, 10 soat yoki 8 soatdagi o'qituvchi soncha soat o'tirish kerak. Aniq soatma-soat belgilab qo'yilgan edi. O'shanga qarab yuklama qo'yilardi deb o'ylardim-da. O'zi misol uchun hozir ham bormi? Misol uchun deylik, o'qituvchi qancha vaqtda, misol uchun 20 soatlik o'qituvchi necha soat maktabda bo'lishi kerak? Yoki 10 soatlik o'qituvchi necha soat maktabda bo'lishi kerak? Necha kun maktabda bo'lishi kerak? Yoki dars tugagan zoti ketish holati o'shanaqa endi holatda. u juda ham nozik masala. U belgilanmagan hech qayerda. Aslida Belgilanganmi? 275-qaror bo'yicha ikkita tushunchasi paydo bo'ldi. O'quv yuklama, pedagogik yuklama. Xo'p. O'quv yuklama 08 pedagogik yuklama. aynan sizni o'sha beradigan darslaringiz. Uni yuqori sinflarda 0.8 ga ko'paytirib pedagogik yuklamani topasiz. Boshlang'ich sinflarda 1 ga nimasini Koeffitsiyentga qilib? ko'paytiradi. koeffitsiyentga ko'paytirib nimasini, ya'ni bir stavkali pedagog haftaga 36 soat ishlash majbur. Endi bizda qonunchilikda belgilangan ish haftamiz 6 kunlik. Ya'ni 36 ga bo'linsak, har kuni 6 soat maktabda bo'lish shart. Chunki bekorga bermadim bu savolni. Misol uchun ko'p o'qituvchilar aytadiki, menda deylik 10 soat yoki 12 soat darsim bor. Mening zavuchim har kuniga bo'lib tashlagan. Men uzoqdan qatnayman maktabga, lekin ko'nmayapti. Mana shunday bo'ladida. O'zi bunaqa narsalar zavuch va o'qituvchi bilan deylik bitadigan ish bo'ladimi? O'zi necha kun kelish, kelmaslik, necha kunga dars qo'yish o'zi zavuchning qo'lida, to'g'rimi? Hozir aytdingiz-ku, dars qanchada bo'lishi kerak deganingizda, pedagog xodimlarda ish yuklamasini hisoblash bo'yicha nima tasdiqlangan Adliya vazirligidan 358-sonli raqamlar ro'yxatdan o'tgan nizom bor. Mana shu nizomga ko'ra hozir Olgert Aleksandrovich aytmoqchi, haqiqatan o'sha yuqori sinflardagi misol uchun 1 ga 1 koeffitsiyentga ko'paytiradi, boshlang'ichlarga 0.8 ga ko'paytirish orqali chiqariladida. Misol uchun aytaylik, bir stavka soatda 20 soat bo'ladigan bo'lsa, 20 soatga plus 16 soat qo'shiladi. Ya'ni 20 soat o'quv soatingiz bo'lsa, 16 soat ped yuklamangiz bo'ladi. Ya'ni ikkiga ajratgan, hozir aytib o'tishku, misol uchun bittasi o'quv jarayoni, ikkinchisi o'quv tarbiyaviy jarayonmi, shunaqa deydi, metodik ta'minot deydi. Ya'ni misol uchun 20 soat o'quv soatingiz bo'lsa, 16 soat siz maktabda o'sha, agar bir stavkani hisoblab aytyapman, ya'ni bir stavka darsi bor o'qituvchi 36 soat, ya'ni 6 soatdan har kuni maktabda bo'lish kerak deydi. Ya'ni darsini o'tib bo'lgandan keyin u misol uchun to'garak o'tishi bor. O'quv soatidan tashqari ikkinchi bo'limni aytyapman. Ya'ni maktab direktori yoki bo'lmasam o'sha o'quvchilar bo'yicha direktor o'rinbosarlari bergan topshiriqlarni bajarishlari bor, yoki bo'lmasam ana kasbiy rivojlanish kuni boshqa ya'ni qo'shimcha vazifalarni bajarishga haligi 16 soatni sarflash kerak bo'ladi.
Lekin o'zi bu masalani biz mehnat huquqi bo'yicha mutaxassis Muhammad Amin aka bilan ham bir maslahat qilganmiz. Bu juda haqiqatdan ham nozik masalada. Misol uchun aytaylik, o'zi aslida yarim stavka agar bo'ladigan bo'lsa, uni o'sha yarim stavkaga hisoblab chiqish kerak edi o'zi aslida. Ya'ni yarim stavka bo'ladigan bo'lsa, 10 soat bo'ladigan bo'lsa, 10 soatni siz haligi 0,1 ga ko'paytirib, yuqorida boshlang'ichda 0,8 ga ko'paytirib turib, o'shandan pediklamasini chiqarsangiz, keyin chiqqan soatni haftaga bo'lib yuborsangiz, misol uchun aytaylik 3 soatdan tushadi, misol uchun 3 soatdan tushadi. Keyin u maktabga misol uchun kuniga 3 soatdan bo'lishi kerak bo'ladi agar. Agar u darslarini, расписаниyani misol uchun 4 kunga qo'yib bergan bo'lsa zavuch, 4 kun maktabga keladi, 2 kun dam olishi mumkin bo'ladi-da. Bu degani har kuni uni misol uchun bir stavka bo'lsa ham o'shuncha chaqirish, 0,5 bo'lsa ham shuncha chaqirish mumkin emas o'zi aslida. Keyin mana bitta mana shu mavzuga qo'shimcha zavuchlar bor, mana 0,5 stavka ishlaydigan. 0,5 stavka ishlaydigan zamdirektorlar bor. Ular bir stavka bilan teng ishlaydi hozir. O'zi aslida bu noto'g'ri. Buni biz Falon nechidir kuni misol uchun haftasiga 3 kun yo'q, kelmaydimi ular? shunaqa 3 kun dam qilmaganda, olmaydimi? shunaqa Nima qilmagan. uchun unda yarim soatlik yarim stavka degani nima? 0,5 stavka degani o'zi aslida qonuniy jihatdan o'sha bir stavkali ish miqdorini yarmini bajarish kerak deganida. Xo'p, mana Olga Aleksandrovich bilan birga ikkovimiz yarim stavkadan bo'lsak, men demak chorshanba kungacha kelsam, payshanbadan boshlab bu kishi kelishi kerak. Shunaqa bo'lishi kerak o'zida. Yoki bo'lmasam har kuni obedgacha ishlab ketishingiz kerak. O'zi aslida shunaqa. Biz mana misol uchun mana 0,5 ishlaydiganlar bor-ku, 0,5 ishlaydiganlarga hozir o'sha 2022-yilda 425-sonli qaror chiqqanda, shu bilan 0,5larga ham ana 20 soat dars o'tishardi, 10 soatga tushirib qo'ygan ularni. 10 soatga tushirib qo'yganda farqi yo'q, bir stavka bo'ladimi, 0,5 bo'ladimi, 10 soatdan ortiq dars o'ta olmaydi degan. Biz mana shuni Saydal aka bilan yuriskadr, ya'ni yuriskadr loyihasi asoschisi Saydal aka Muxtor Aliyev bilan bir kelishib, keyin bir intervyu olganman o'zlaridan. Intervyu olganda batafsil shu narsaga bir fortichka yo'lini topganmiz biz, qanday qilib 20 soat o'tsa bo'lar ekan lekin. O'sha aytmoqchi, mana obedgacha ishlaydi-ku, yoki bo'lmasa chorshanbagacha ishlaydi. U obedgacha ishlaydi yoki bo'lmasa chorshanbagacha ishlaydi, kunni yarmigacha ishlaydi. Kunni yarmidan keyin u rahbar xodim hisoblanmaydi. Ya'ni rahbar xodim hisoblanmaydi. Kunni yarmigacha o'sha 10 soatini bo'ladi-da, kunni yarmigacha o'tib oladi. O'tib olgandan keyin, kunni yarmidan keyin u endi lavozimidan ozod shaxsga aylanadi. Ya'ni u endi zamdirektor yoki zavuch emas. Ana endi kunni yarmidan u yog'iga yana qo'shimchalik 10 soatni qo'shsa 20 soat bo'ladi-da. Bemalol 20 soatda o'taveradi. 10 soatni haqiqatan ham rahbarlik uchun chiqmagan holatda ishlagan bo'ladi. Zo'r fortichka ekan. Zo'r Lekin fortichka. bunga direktorlar ko'radimi? Endi bilmadim, gaplashib ko'ndirsa bo'ladi. Endi ko'pincha direktor shunga rozi bo'lmaydi. Men Bu birdaniga bo'lmaydi. aytay. Chunki har qanday direktorga birinchi navbatga ma'muriyat qiziqroqda. Chunki endi rostdan ham, masalan, bizda ham, maktabimizda ham 1,5 stavka zavuch bo'lgan. Yarimtalik yordamchi ham bo'lgan. Lekin uni ishi ham o'ta darajada ko'p, u ham imkoniyat yo'q edi-da, yarim kun ishlab, yarim kun ishlamasligiga. Ha, ishlarmidi? Siz bilan teng ishlarmidi? Juda vazifalar juda ham ko'p. Masalan, yarim stavkalik zavuch endi manday vazifa bajarmaydi, unga biron bir yo'nalish beriladi. Shu yo'nalish bo'yicha ishlaydi, lekin zavuchda kam ish bo'lgan yo'nalish o'zi yo'q. O'zi yo'q. Masalan, men yordamchi monitoring bo'yicha zavuch bo'lgan. O'sha ichki tashqi monitoring olib borgan. Monitoring o'zi bir alohida dunyo. Uni testini tuzish, tekshirish, o'tkazish, natija chiqarish, u ham juda oson jarayon emas. U xohlasa ham vaqtida ketmaydi maktabdan, chunki ish ko'p. Yana bitta narsani gapirib bering, ozgina qiziq bu ham. Ya'ni men o'zi, ya'ni xususiy ta'limga o'tishingizni ozgina qisqacha bir tarixi bilan qiziqmoqchiman. Ya'ni men o'sha maktabda ishlab yurganimda maktab haqiqatan ham stressli bir maskanda. Men har kuni bitta janjal bo'ladi, qaysidir ota-ona urushib keladi yoki boshqa bo'ladi. Odam o'zi shu narsadan o'zi ishingiz yuklamangizdan ortib, u narsalar sizni ezib qo'yar ekanda. Men shunaqa holatga kelgandim. Keyin o'sha payti o'sha malaka oshirish instituti, Avloniy instituti bor-ku hozir Toshkentdagi. O'sha yerga bitta loyihaga ishga taklif qilishgan. Bir haftagacha kelganman-da. Bir hafta ishlab shunaqangi bir mazza qilganman, haligi miya dam olyapti-da. Maktabdagi shovqindan siz umuman boshqa joyda kelib Toshkentda endi ishlayapman.
umuman unaqa yuklamalar yo'q, stress yo'q, shunaqangi bir boshqachada. Keyin bir haftalik loyihani tugatib, keyin o'sha bir haftani ichida menga Toshkentdan yana ish taklif qilishyapti. Saidal aka ish taklif qilgan, Muxtor Aliyev Yuriskadrga taklif qilib, shu yerda biz bilan ishlang degan. Keyin men aytganmanki, haligi tasavvurimga sig'maganda, mana qanday qilib men Farg'onadan Toshkentga kelib ishlash sig'maganda, "Yo'q, men ishlayolmayman bu yoqqa kelib" deb o'ylaganman. Keyin qaytib ketdim bir haftadan keyin. Qaytib kelib maktabga shuna borsam, yana haligi unaqa jarayonda stress. Bir kun ishonasizmi, bir kun maktabda ishladim. O'sha kunning o'zida Toshkentga ketaman deb qaror qilganman. Haligi solishtirganman-da, haligi bir hafta mazasini totib qoldim-da, endi mazza qilib stressiz, mazza qilib ishlashni, nima deydi, rohatini tortib qolgandan keyin shu yerda Toshkentga kelganman. Keyin undan keyin ishlab yurdim bir ikkita joylarda. Keyin shu Bektosh aka Xatamov taklif qilib qolishdi. Shu yerga kelib yana Profi universitetida hozir faoliyat yurityapman-da. Shunga hozir mana bunday o'ylab qarasam, Bektosh aka Xatamov bitta zam direktorda, bitta zavodchi chaqirishgan ekanda. Siz ham Endi siz tarixini aytavering. Qanday topgansiz? Mani-ku endi o'sha kanalim bo'lardi, Xalq ta'limi info, o'shanda ham o'sha orqali kuzatib borishar ekan. Profi ham o'zini sohasini, mutaxassislarini, nimalarni qidirib yuradi-da. Bu juda yaxshi narsa-da. Misol uchun o'zini sohasini haqiqiy professionallarni qidirib yuradi, profilarini qidirib yuradi. Shunga men Olgirt Aleksandrovichda Bektosh aka Xatamov qanday topgan ekan, shunisi qiziqda. O'zi u ham juda qiziqarli jarayon bo'lgan. Hali Bektosh Xatamovni men tanaganim ham yo'q. Aynan dekabrda o'tirganda, u siz aytgandek, bizda sentyabr-dekabr juda ham og'ir paytlari, chunki tarifikatsiya tuzyapti. Sentyabrga yangi o'quv yiliga, dekabrda yangi moliyaviy yiliga. Shuning uchun dekabrda 2018-yil dekabrda men tarifikatsiya ustiga ishlayapman. Xonamda o'tiryapman. Oldimda o'sha metod birlashma rahbarlari hammasi jadval bilan, hammasi soatni hisoblab chiqadi, toifani tekshiradi, kim qanaqa toifa, kimda qanaqa ma'lumot. Telefon bo'ldi menga. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Men uttabanman, kompyuter ustiga o'tiryapman. Nimasi? Xo'p, salomlashdik. Keyin bitta gap bo'ldi. HR mana Profi Education HR direktoriman. O'sha payt boshqa HR direktor bo'lgan. Xo'p, xursandman dedim. Nima masalasi bo'yicha telefon qilyapsiz? U menga ish taklif qilyapti. Meni eshitishga vaqtim yo'q, chunki tarifikatsiya topshirish kerak. Men aytdim, "Uzr, men sizni tanimayman ham. Hozir juda vaqtim oz. Agar biron bir gapingiz bo'lsa, bir hafta, shu hafta oxirida telefon qilaylik. Hozir umuman gaplashishga vaqtim yo'q." Xo'p dedi, shu bilan trubkani qo'ydik. Shu bilan men tarifikatsiya bilan band bo'ldim. Esimdan ham chiqdi shu gap. Telefon qilganim ham esimdan chiqdi. Xolos tarifikatsiyani tayyorlab topshirdim. Endi juma kuni o'tiryapman, yana telefon bo'lyapti. Assalomu alaykum, assalomu alaykum, Profi Education. Xo'p dedim, nima masalasi bo'yicha siz bilan gaplashdik. Menga esimga ham kelmaydi. Men qachon gaplashdik siz bilan? Keyin u menga eslatdi, keyin aytdi, shunaqa takliflarimiz bor, xususiy maktabimiz, bizga zavod kerak. Men aytdim, yo'q, men ishlayotgan joyim zo'r, jamoam zo'r, rahbarim zo'r, tumanim zo'r, o'zi bir umr shu maktabda deyarli ishlayapman. Menga hech qanaqa nimasini kerak, o'zi qayerdan topdingiz meni? U aytyapti, men sizni rezyumeni topdim. Men hech qachon hech qayerga hech qanaqa rezyume topshirmaganman. Yo'q, bir keling suhbatga. Men aytdim, vaqt bo'lganda boraman. Lekin hozir men sizga hayam demayman, yo'q ham demayman, o'zi qiziqishim yo'q hech qanaqa xususiy maktabda. Xo'p dedi, bir o'ylab ko'ring, mana biz lokatsiyamiz. Agar boraman desangiz, ogohlantirasiz. Xo'p, endi men keyin ish bilan yurdim. Keyin bir qiziqdim. 2008-yilda aynan o'sha xususiy maktablar paydo bo'lishi payt, endi o'sha payt lider aniq bo'lgan. Ko'p eshitganmiz. Boshqa xususiylar ham ochilish boshladi. Keyin men qiziqdim, o'zi xususiy maktab nima ekan, u qanaqa bo'ladi ekan. O'zi juda qiziquvchanman. Shuning uchun bir boray dedim. Juda qiziqarli, o'zi qanaqa u xususiy maktab. Keyin bir vaqt topib, yanvarda kanikul bo'lgan. O'sha kanikul paytida qarasam, bir kun sal bo'shroq bo'lyapman. Rayno ham tinch, rahbarimiz ham tinch, pedagoglar hammasi tinch, ish qilingan. Obeddan keyin soat 3 ga qarab, sal bo'sh vaqtim bor. Keyin telefon qildim. Borsam maylimi desam, xo'p, keling dedi. Bordim, xususiy maktabga, o'sha Mirobod tumanida joylashgan. Kirdim. Yana o'sha ahvol, maktab tinch, hech kim yurmaydi, hech kim baqirmaydi. Maktab o'zi ham juda boshqacha. Endi oddiy maktablarni bilasiz, dizayn, jihoz degan narsa juda og'irlik nuqta.
o'shaning uchun bordim, xuddi chet elga kirdimda. Boshqacha dizayn, hamma narsa yap rangli. Endi hozirgi zamonda unaqa maktablar ko'p, lekin men borgan paytida unaqa maktab yo'q edi. Bizda yo sap-sariq devor, yo oppoq devor. O'sha to'rtta me'yordagi stend namuna bo'yicha boshqa hech qanaqa ortiqcha narsa yo'q. Qarasam, u yerda chiroyliroq narsa tayyorlangan, bir yozuvlar yozilgan, hammasi ingliz tilida. Judayam chiroyli. Pedagog ham aytganimdek tinch yuradi, hech kim baqirmaydi ham, suqmaydi ham. Direktorni ko'rib bo'lmaydi, zavochni ko'rib bo'lmaydi. Hammasi tinchgina o'tirib ishlayapti. Kirdim suhbatga, gaplashdik. Endi o'sha payt как раз farzandli bo'ldim. Eng og'riqli nuqtani aynan o'sha zavochligi bo'lgan. Tan olish kerak. Kirdim, gaplashdik. Mening kelish niyati yo'q. Prosta men tanishtirishga keldim, chunki juda qiziqdim xususiy maktab qanaqa. U baribir ishga taklif qildi, gaplashdik. O'sha ular menga shu rostdan ham rezyumeni, keyin men so'radim, qayerdan meni topdingiz? Mana rezyumengiz. Men hech qanaqa rezyume topshirmaganman. Rostdan meni rezyume ko'rsatyapti. Men hayron bo'ldim, keyin esimga keldi. Qachondir 5 yil avvalmi, 10 yil avvalmi endi elektron tizimlar paydo bo'ldi. O'sha paytda vakant topshirishi elektron tarzga o'tkazganmiz. Bizga zavoch o'sha rayonda zavochlarni yig'ib, o'sha mas'ul xodim seminar o'tkazdik. Keyin u bizni o'rgandi. Elektron tizimga kirish, elektron tizimda xodimni izlash, elektron tizimga rezyumeni tashlash. Endi praktika sifatida u bizga aytdi, mana hozir men sizga tushuntiraman, endi o'zingizniki rezyumeni tuzib tashlang. Biz o'sha payt hamma zavochlar o'tirib, endi birovniki nima ma'lumoti yo'q qo'lida, o'shaning uchun o'zimizniki danni kirgizib, rezyumeni yaratib topshirdik. Mana biz o'zlashtirdik, mana rezyumemiz tayyor. Shu bilan uni internetga tashladik. Esimda ham yo'q edi shu jarayon. Aynan o'sha rezyumeni topib, u menga ko'rsatyapti 5 yildagi. Men endi u xato bo'lgan, hech qanaqa niyatim ham yo'q edi nimasini, lekin u katta takliflar aytdi, xo'p, men aytdim, hozir maktabimiz yil boshi, yangi jadval tuzish kerak. Hozir men ketsam ham qanday qilib ketaman? Maktab 3-chorakka tayyor emas. Jadval tuzish kerak, pedagoglarni ogohlantirish kerak, o'sha meni hujjatim topshirish kerak. U keyin so'radi, xo'p, qancha muddat kerak? Men aytdim, где-то 1 oy kerak menga. Agar 1 oy ko'rsangiz kelaman, lekin men aytdim, meni kutmang, asosini izlab ko'ring, boshqani topsangiz topasiz. Shu bilan men ketdim. Yana ish bilan band bo'ldim. Esimga ham kelmadi shu borishimni, lekin ancha taassurotni oldim xususiy maktablardan, ancha havas keldi. Lekin bir oydan keyin yana telefon qildi. Nima qarorga hal qildingiz? Lekin o'sha payt aytaman-ku, eng nozik joyi o'sha oylik bo'lgan. Endi men zavoch sifatida bir o'tirib tahlil qildim. Endi zavochi bitta zo'r tarafi bor, butun moliya zavoch qo'lida, aslida direktorda emas. Zavoch qo'lida, chunki tarifikatsiya zavoch qo'lida, ustama berish zavoch qo'lida, byudjetdan tashqari mablag'ini hisob-kitob qilish zavoch qo'lida. Xolos, men o'tirib bir tahlil qildim. Mana hozir men zavochligi uchun shuncha pul olaman. Mana 10 soatim bor, oliy toifam bor. Yana nima imkoniyat bor menda qonuniy ravishda oyligini o'stirish. Xo'p, bizda o'sha payt kommersiya sinflari ham bo'lgan. U yerda masalan soat olishi mumkin. Pedagog sifatida ustama olishi mumkin edi. Xolos, o'tirib men hisob-kitob qildim, lekin profiga taklif qilinadigan oylik baribir chiqmasdi. Uni yarimtaga ham chiqmasdi. Keyin men tushundim, bo'lmasa agar o'sha o'ylam dardini bartaraf qilish kerak bo'lsa, значит bir nimani o'zgartirish kerak. O'zi ketishga niyatim ham yo'q edi. Keyin men direktorga kirdim, vaziyat tushuntirdim, aytdim, shunaqa holat, ketishga qaror qildim. U ham hayron, u ham nima qarshi edi, lekin men unga tushuntirdim. Asosiy maqsadim oylik, hozir chunki endi Rafika bilan birga yashaganmiz. Endi mana birdaniga egizak paydo bo'ldi. Endi ikkita odam o'rniga 4 ta odamni boqish kerak. Juda oson jarayon emas. O'shaning uchun direktorga kirib tushuntirdim. Aytdi, "Xo'p, qancha taklif qildi?" Men aytdim, "Shuncha summani taklif qildi." Direktor o'ylab kirdi, "Men shuncha summa sizga berib beraman." Bilaman. Men o'tirib, mana hisob-kitobim, o'zim ham aqlli bo'lib ko'rdim. Sizda shunchaki imkoniyati yo'q. Tushunaman sizni. O'shaning uchun sizni ham dilni o'rgitmay, o'sha shantaj qilmay, men prosta ketishga
to'g'ri kelyapti. Hech qanaqa urush ham bo'lmagan, janjal. U ham meni to'g'ri tushundi, lekin direktorimiz juda ham yaxshi inson edi. Ko'p yillik direktor, juda ham tajribali. Xo'p aytdi, to'g'ri qarorga qabul qildingiz. Men sizga yordam beradigan imkoniyatim yo'q. Shu bilan profiga o'tdim. Hozir bu yerda bu hikoyani eshitib bitta narsani o'ylab qoldim-da. Misol uchun deylik, davlat maktablarida direktor biladi sizda yaxshi o'qituvchi ekanligingizni, yaxshi zavch ekanligingizni biladi-da, misol uchun. Lekin u istasa ham baribir oyligingizni yuqori qila olmaydi-da. Misol uchun 1,5 stavka, maksimal 1,5 stavka berish mumkin. O'shanda ham o'qituvchi nima deydi, kontingent ko'p bo'lsa. Lekin shunda ham baribir hozir hisoblab ko'rdim deyapsiz-ku. Bu degani nimani olib keladi bilasizmi? Yaxshi kadrni o'z-o'zidan majbur emas, siz bekor aytmayapsiz. Bu majbur bo'ldim deb, misol uchun oylik borasida yoki oilani boqish borasida majburan o'zi istamasa ham, misol uchun 10 yillab ishlagan maktabidan chiqib ketishga majbur qilinishiga olib kelyapti-da. Bu juda yomon holat. Balki bir deylik, meni taklifim ustamalarni yoki deylik mukofot pullarini balki shunaqa tumandan bir hech bo'lmasa 10 ta, eng ishongan zavchlarga, eng ishongan direktor o'rinbosarlariga ushlab turish uchun ham ularga berish balki yechimdir. Lekin hozir mana aytyapsiz gapingizdan, ustama ham berilmaydi zavchga yoki mukofot puli ham endi ko'rib turibmiz, 500 ming mukofot puli. Juda davlat maktabi uchun yaxshi signal emas-da bu. Mana bitta misol, siz aytyapsiz, birinchi 10 yil ishlagansiz, keyin xususiyga o'tdingiz va xususiy maktabda zavch bo'lib turib, hozir mana Ulug'bek tasavvur qilyapsizmi? Bitta institutda, Navoiy instituti direktorisiz-da. Ya'ni siz oliy ta'limda nechtadir talabalarga, nechtadir professorlarga siz уже direktorsiz-da endi. Potensialga ega potensial odamni ham davlat istasa ham olib qololmagan. Potensiali shu darajadagi juda yomon signal-da, bu yomon holat. Balki uni o'ylab ko'rish kerak, balki o'sha ustamalar orqali shunaqa noyob kadrlarni baribir ushlab turish kerak. Yo'q, mana qarang, bu bitta tomoni oylik masalasi bo'lsa, ikkinchi tomoni ortiqcha yuklamalar, boshqalar, mana aytaylik, hozir zam direktor bilan zavch solishtiryapmiz-ku. Juda ko'p mana zam direktorlarda ham ishonmasangiz gruppaga kirsangiz, mana o'tgan safar birinchi podkastimizda ham aytib bergandim, bitta mani qiziq keysda aytib berganman. Har kuni qanaqadir jadval kelardi-da. Lekin bitta tomoni bor, zavchnikini aldash qiyin. Men o'zim zam direktor bo'lganman. Aldasa bo'laverardi-da. Xullas, o'tgan safar Isroil akaga aytib berganman, bitta qiziq narsa aytib berganman-da. Menga jadval kelaverardi-da. Qizil, sariq, yashil toifalarga deydi, chin yetim o'quvchi, palonchi o'quvchi, pistonchi o'quvchi, nechta o'quvchi kelmadi. Shunaqa bir qiyin jadvallar keladi zam direktorlarga. Haligini agar rostdan ham to'ldirib o'tiradigan bo'lsangiz, tushlikkacha, obedgacha vaqtingiz ketadi-da. Keyin men yangi zam direktor bo'lganimda 1 yilcha o'sha to'g'ri haqiqatdan hisobotlarni berib yurdim-da. Keyin qarasam, u hisobotlardan hech qanaqangi bir ma'no yo'q ekan. Ya'ni sizdan raqamlarni olishaveradi, lekin u raqamlar bo'yicha hech kim ishlamaydi. Keyin men nima qildim? O'shani oldim-da. Mana zam direktorlarga bitta life hack. Yo, endi to'g'risida bunaqa yuklama ko'p bo'lgandan keyin shunaqa qilish kerak-da. Misol uchun aytadi, maktabimizda nechta sariq toifa, nechta yashil toifadagi o'quvchilar bor deydi, yo chin yetim, yana qanaqadir toifalar bor-da, bunaqa jadvallar juda ko'p. Mana bu jadvalga solib bering deydi, u jadvalga solib bersangiz, xuddi o'sha jadvalni boshqacha jadvalga solib bering deydi-da. Men nima qildim? Shuni olaman-da, to'g'ri kelgan familiyani yozaman. U tasavvurdagi o'quvchi endi u, familiya ismi отчество. Yillar ham hamma narsa tasodifiy. Yozib hamma narsani taxminan qilaman-da. Shuni jo'natib yuboraman. Hisobotlar bor-ku, hisobotlarni ham ko'pini men oldin juda to'g'ri berardim. Misol uchun hisobotlar bo'lardi. O'zimga tegishli hisobotlarni haqiqiy realniy qilardim. Misol uchun maktabga kelmagan o'quvchilarga ogohlantirish xati chiqarishdan tortib, hammasi qonuniy bo'lardi. Lekin anaqa har xil jadvallar bo'ladi-ku, keraksiz jadvallar. O'sha keraksiz jadvallarni o'zlarining usulini o'ziga qo'llab turib, sen shunaqa jadval, keraksiz jadval so'rayapsan, mana senga deb berardim-da. Keyin men kutib o'tirardim. Qani kimdir meni naqaga bo'limga chaqirarmikin deb kutib o'tirardim. Hech kim chaqirmasdi ham, hech kim ishi ham bo'lmasdi.
o'sha jadvalimni to'g'ri deb qabul qilishardi. Demak, bundan xulosa shuki, o'sha jadvallar to'planib vazirlikkami, qayergadir yoki bo'lmasam aytaylik, ma'naviyat markazigami, qayergadir boryapti-da. Demak, o'sha jadvallar hech kimga kerak bo'lmagani uchun ham yolg'on hisobot bersangiz ham qabul qilishaveradi. Farqi yo'q, to'g'ri hisobot bersangiz ham, shuning uchun men vaqtimni undan ko'ra o'quvchilar bilan ishlashga sarflardim, bo'ldi shu. Mana shunaqa tartibda to'g'risi xafa bo'lsam aytaman, shunaqa tartibga o'tib olgandim-da to'g'risi. Eski rahbarlaringiz ko'rib turgan bo'lsa, Endi xafa bo'lmaysizlar, shunaqa qilganmiz, iloji yo'q. Uzr, endi ming bor uzr, lekin o'sha eski rahbarlarim ham to'yib ketgan. Eski rahbarlarim ham mana shunaqa jadvalbozlikdan, hisobotlikdan to'yib ketgan. Ularga undan ham qiyin edi. 50 ta maktabnikini ular jamlab chiqardi-da. O'zi aslida sizlar ham shunaqa noto'g'ri ma'lumot kiritsalaring hech kim tekshirmaydi uni. o'zimiz bilamiz deydilar. Ha, shu boraveradi, nima qilib bo'lmaydi. Umuman olganda misol uchun nima haqida Fan oyliklari haqida Ha, gapirmoqchisiz. mana O'lgur Aleksandrovich, xullas deylik, bizda boru o'zi O'zbekiston maktablarida, balki bu dunyo maktablarida bormi yo'qmi, menimcha yo'q bo'lsa ham kerak. Ya'ni bizda bitta an'ana borda, ochiq dars degan. Sizlarda ham bo'lganmi? Ochiq dars. Shunga men doimo ulug'bek g'alati qarayman-da, o'zim ham ochiq dars o'tganman va ochiq darsga kirganman, lekin menimcha har safar dars o'tganimda ham, ochiq dars o'tganimda ham yoki ochiq dars ko'rganimda ham men uchun g'alati tuyuladiki, bir teatrlashtirilgan tomoshadek tuyuladi-da. Ya'ni siz bitta ochiq darsni 10 kun, kamida 10 kun tayyorlaysizda, o'quvchilarni yodlatib yuboradi, o'qituvchilar shunaqa teatrlar qilib yuboradi, bir nima sahnalar qilib yuboradi. Darslaringiz yo'q. 10 kun darsiz 4-5 xil metodikalar qo'llab yuborasiz-da. Keyin natijada zavishlar boshlig'i, direktor ham boshlig'i, misol uchun 5-6 o'qituvchi kiradi, ularga zo'r bir prezentatsiya ko'rsatib berasiz-da siz. Keyin natijada darsiz sani ko'rish. Shunga qanday qaraysiz o'zi? Yo'q, endi men nazarimda ochiq darsi o'zi u pedagog mahoratini ko'rsatayotgan dars bo'lishi kerak. Bizda muammo nimadan? Biz har qanday yaxshi narsani statistikaga, me'yorga solishga yaxshi ko'ramiz. Me'yorga, statistikaga, reytingga solishtirgandan keyin har qanday yaxshi inisiativa buziladi. Chunki biz natijasiga emas, aynan ko'rsatkichga harakat qilamiz. Unaqa endi ko'p yil ishlagandan keyin, toifa olganimdan keyin meni ham har qanday tanlovda jurida bo'lganman. Bilimlar bellashuvida jurida bo'lganman. Ko'p narsa ko'rganman. Pedagoglar majbur bo'layapti noreal narsani ko'rsatishga. Ya'ni siz aytgandek, shu bitta ochiq dars o'tkazish uchun ular shu sinfini darsdan oladi. Darsdan qolib ketadi. Boshqa darsdan, o'ziniki darsdan oladi. o'zini darsini Uni darsini yodlattirib, ya'ni bilim bermasdan yodlattirib, sahnalashtirib o'tkazadi. Keyin agar mobodo shu dars o'xshamay qolsa, boshlanadi. Men sizga endi 2 qo'yaman. Menda hayotda 5 ko'rmaysan. Shu choraklik hayotda 2 nimasini 5 qo'ymayman. Xolos, ya'ni pedagog mahoratni ko'rsatish emas, sahnalashtirish bo'lyapti. Unaqa darslarga juda ham yomon ko'raman, bu o'rtacha narsa. Kirarmidingiz ochiq darsga? Juda tez. Nafaqat kirar edim, talab qilar edim. Talab qilar edim. O'zimga ko'raman deyishardi-da. Talab qilardim, chunki endi bizda ham masalan me'yorlari bor. Mana maktabdagi ish rejasi, endi bizda me'yorlari bor. Bir chorakka qancha ochiq dars bo'lishi kerak, qaysi fanlardan ochiq dars bo'lishi kerak. Aynan fan oyliklari paydo bo'lgandan keyin ancha azob yedik. Qarang, mana Ancha azob. yaxshi mavzuni aytdingiz. Fan oyliklariga qanday qarardingiz? Fan oyligi juda o'rtacha narsa. Uni xolisona, samimiy, ochiqcha o'tkazish yaxshi g'oya edi, lekin u bora aynan shu qog'ozbozlikka, yana o'sha ko'rsatishga, jadval to'ldirishga aylandi. Aslida pedagog o'zi, masalan, men pedagog sifatida biron bir yangi metodikani bilsam, biron bir pedagog yutug'ini olsam, men o'zim uni ko'rsatishga harakat qilardim. Boshqani chaqirib, mana men shunaqa dars o'tkazmoqchiman, o'tiring, qarang, meni kamchiligini ayting. Menga 80 ball qo'yasanmi yo 90 ball qo'yasanmi yo o'zi qanday ko'rinadi, bolaga ta'sirlimi, shu metodi foydalanish samaralimi yo'qmi? Shunaqa ochiq darsni yaxshi ko'raman.
lekin unaqa ochiq dars o'tkazish pedagogda imkoniyat juda kam. Yo'q, mana Isroil aka hozir ochiq dars deyapmiz-ku, haqiqatdan ham ortiqcha narsa. Menimcha, o'ylashimcha, ochiq dars degani hamma dars ochiq dars bo'lishi kerak-da o'zi. Aytaylik, mana uchalamiz ham hozir pedagogmizda. Misol uchun bizning darsimiz shunaqangi bo'lishi kerakki, hamma darsimiz har doim eshik, ya'ni hammaga, ya'ni hamkasblarimizga, shu aytaylik zavuchga har doim biz darsga to'liq tayyor bo'lib kelishimiz kerakki, bizni darsimizga kimdir kirib o'tirsa ham biz hech qanaqangi ochiq darsga o'tishimiz kerak. Ochiq dars, ya'ni ochiq dars xuddi mana dars tahliliga kiramiz-ku, mana shunaqa narsa bo'lish kerak-da. Ochiq darsga qanaqadir alohida bir kunda ajratib, alohida bir tayyorgarlik ko'rib yoki mana fan oyliklarini deyapsiz-da. Fan oyliklari misol uchun aytaylik, yanvarda huquq fan oyligi bo'ladi, tarix huquq fan oyligi bo'lardi. Hozir yo'q bo'lib ketdi u narsalar, bo'lardi-da. Misol uchun aytaylik, bu degani yanvar oyida o'sha huquq, tarix darslariga urg'u berish kerakda, boshqa oylarda kerak emas degan xulosa ham kelib chiqadi-da. Nimaga u aynan bitta oyni biz qaysidir fanga tanlab olishimiz kerak? Undan ko'ra misol uchun o'sha fanni har oyda bir ko'rsatishimiz kerakdir balki. 2021-yilda men vazirlikda ishlagan paytimda Laziz aka Xo'jaqulov bilan maslahatlashib, fan oyligini tumanda, maktablarda qanaqa ketishini o'zimiz bilardik-da. Men taklif kiritgandimki, umuman fan oyligini yo'qotaylik. Nima kerak bor? Misol uchun fan oyligini o'tkaziladi, ataylab qilinadi-da, keyin bir dunyo hujjat bilan rayonaga topshirishingiz kerak. Unga ham tamagirlik boshlanib ketgan. Xullas, u o'qituvchilar bezor bo'lib ketgan, zavodchilar bezor bo'lib ketgan. O'sha fan, misol uchun fevral oyi matematika oyligi bo'layotgan bo'lsa, matematika o'qituvchilari rayonadagi metodistga topshirishga qiynalardi. Undan ko'ra yil davomida hamma oy, hamma fanniki bo'lsin deganimizda biz oldin nima qilganmiz? Nima deydi? So'rovnoma o'tkazganmiz. Metod kun kerakmi? Bitta so'rovnoma, fan oyligi kerakmi? Ikkinchi so'rovnoma. Hamma o'sha fan oyligini yo'qotinglar, metod kunni yo'qotinglar deb tashlagandan keyin biz vazirga olib kirganmiz. O'sha paytda Baxtiyor Saidov edi. Mana statistikalarni ko'rsatganmiz, mavjud holatlarni ko'rsatganimizdan keyin fan oyligini bekor qilish bo'yicha vazirlikda byuro chiqqan edi. Metod kunni ham bekor qilingan. Metod kunni bekor qilishni sababi nima bo'lgan? U qaysidir, mana siz Navoiy shahrida hozir vaqtincha Navoiy shahrida ishlayapsiz, o'z Toshkentda ishlagansiz, lekin Navoiyda ko'rgan bo'lsangiz, Chuquduq tumanlarida yoki G'ozg'on tumanlarida juda olis, tuman shahar, tumandan qishloq orasi 20, 30, 40, 50 kilometrda bitta qishloq turadi. O'sha paytgacha kelardida fan oyligi metod kunida bitta joyda maktabda o'tirib, nima deydi, to'g'risi o'sha paytda bir tiyinga qimmat bitta darsni nomiga qatnashardi, rasmga tushib ketardi-da. Shunaqa qilib stressga duch kelgan edi o'qituvchilar, metod kundan zerikib ketgan edi. Shuning uchun metod kunda ham mana shu sabablarga e'tirozlar tushavergan, vazirlikka kelavergan o'qituvchilardan mana shularni ko'targanimizda statistikasini ko'tarib, metod kunda ham yo'qotdik. Hozir endi metod kunda boshqa nomalarni tiklashgan, u endi kasbiy, u ham nima deydi, o'zlarini ta'kidlayaptiki, kerak paytda o'sha kasbiy rivojlantirib turish kerak har oy deb, har hafta deb vazirlik izoh bergan. Mayli, endi ular ham bir statistikasi o'rgangandi, lekin fan oyligi metod kunni mayli indamaymiz. Fan oyligi haqiqatan keraksiz narsa edi-da. Yasamavozlik bir oy shu fanga urg'u berasiz, lekin boshqa fanlar qolib ketaverardi. O'zi ta'limda judayam ko'p yaxshi g'oyalar bor, lekin har qanday g'oyani reyting qo'yaman desangiz bo'ldi, shu g'oya shu kunda o'zida bo'ladi. Chunki reyting paydo bo'lganda bo'ldi, har qanday yaxshi g'oya faqat ko'rsatkichbozlikka, qog'ozbozlikka aylanadi. Kim o'zi, Masalan, hozir fan olimpiadani obro'sizligi bo'lishi sababi shu. Nima uchun? Chunki agar fan olimpiada rostdan ham iqtidorli bolani topish, ularni rivojlanish uchun o'tkazayotgan bo'lsa, bu boshqa gap. Bizda nima uchun o'tkazadi? Qaysi maktab birinchi o'rin, qaysi maktab ikkinchi o'rin, qaysi maktabdan ko'rib chiqdi? Mana bu yerda bolamiz direktorlarga raqobatga tushadi. Endi direktorlar raqobatga tushgandan keyin albatta o'sha olimpiadada o'tirayotgan boladan hech narsasiga ta'sir o'tkazishni bo'lmaydi. Chunki uni dardini direktor hal qiladi. Chunki direktorga reyting kerak, direktorga ko'rsatish kerak. Masalan, oddiy misol, men bilimlar bilashuv, u ham yaxshi g'oya edi.
Lekin uni reyting paydo bo'lgandan keyin xuddi shunaqa jarayon boshlandi. Bu yerda bola hech narsa hal qilmasdi-da, zavujlar, direktorlar hal qilar edi. U aslida bilimlar emas, u reyting birlashuv edi. Mana o'tgan safar Umid aka Rahmonov bilan intervyu o'tkazganimizda bitta narsani aytdi-da, olimpiada majburiy emas dedi-da. Lekin shunda sizni mana holatingizda bo'lganmi? Sizni ish jarayoningizda qaysidir fandan men olib bormayman olimpiadaga degan o'qituvchilar bo'lganmi, olib bormaganmi? Shunaqa holat bo'lgan, lekin shunaqa holati bo'lgani bilan bizga hech qachon rahmat deyilmagan. Endi nima, fan olimpiadasi qatnashish bo'yicha ham reyting bor. Masalan, qaysidir fan bo'yicha qatnashmasangiz, sizni aynan shu fan bo'yicha 0 turiladi. Fan olimpiada, mana men ishlagan davrimda fan olimpiada reyting qanday qilib chiqqan? Barcha fanlardan yig'ilgan ballarini qo'shib olimpiada bo'yicha maktabniki o'rtacha ball chiqasdi. Endi agar men qaysidir fandan jo'natmasam, menga 0 qo'yiladi. Endi o'rtacha hisoblanganda 0 albatta ta'sir qiladi. O'shaning uchun 1-2 marta olib bormagandan keyin men kimdirni jo'natar edim. Hech bo'lmasa 0 dan ko'ra 10 ball olsin, 20 ball olsin, sal reytingi oshsin degani ma'noda jo'natar edik. Qarang, mana shu yana bitta masala esga tushdi. Bu hozir ham dolzarb, o'zi aslida yo'qolib ketgan-ku, mana aytaylik, konspekt qilish yoki bo'lmasa tezis yozish o'qituvchilarga hozir ham ko'p holatlarda misol uchun konspekt yozdiradi, zavujlar tezis yozib kiring deydi. Mana shu narsaga qanday qaraysiz? Misol uchun o'qituvchilarda konspekt yozib kelish kerakmi o'zi yo tezis yozib kelish shartmi maktabga? Endi aslida qonunan yo'q, lekin baribir talab qilinyapti-ku. Shunga sizni fikringiz? Endi zavuj sifatida men sizga aytish mumkin, nima konspekt bo'lishi shart. Nima uchun? Masalan, men ko'p yil maktabda ishladim. Har qanday pedagog bor. Vijdonan ishlaydiganlar vijdonan ishlaydi. Mana og'ir bo'lgan holatda ham, me'yor ko'p bo'lganda ham vijdonan ishlaydi. Endi shunchaki osoncha qaraydigan, yo maktabiga adashib kirgan, yo boshqa ish topmagan insonlar nima qilsangiz ham baribir qilmaydi. Pedagog darsga tayyorlanib kirish shart. Endi konspekt bo'lmasa, qanday zavujda real holatda bilish mumkin? Siz darsga tayyormisiz, tayyormasmisiz? Prosta bu yerda yana nima aql bilan qarash kerak. Masalan, 10 yillik oliy toifali pedagog bo'lsa, xohlaysizmi yo'qmi, u o'zi uchun obro'yi saqlash uchun darsga tayyorlanib keladi. Lekin kecha universitetni bitirgan, hali metodika nimaligini, dars o'tish qanaqaligini bilmasa, u katta ehtimol bilan darsga tayyorlanmasdan keladi. Qarang, hozir men bitta narsani ko'ryapman-da bu yerda, mana aytaylik, tasavvur qilaylik, hozir men sizni qo'lingizda ishlayotgan bir o'qituvchiman deylik, men yomon o'qituvchiman, aytaylik, yaxshi o'qituvchi emasman. Siz aytmoqchi haligi nazarda tutayotgan bir adashib kirib qolgan, o'zi bir taksichilik qilib yurganim, adashib pedagogikaga kirib o'qituvchi bo'lib yuribman-da, hech narsa yo'qman-da. Bu yoq ham o'qituvchi, lekin bu yoq haqiqatan zo'r o'qituvchi. Siz ikkimizga ham konspekt yozishda majburban qildiryapsiz-da. Va men ham konspekt yozib kelyapman. Bu yoq misol uchun o'zi o'qituvchi o'zini ustida ishlab o'zi yozyapti. Men lekin aytyapman, uyga boryapman-da. Ertaga men misol uchun mana bu mavzuni o'taman-da deb men uyimda ayolimga aytyapman-da, konspekt yozib qo'y deyapman misol uchun-da. Real holatda erkak o'qituvchilarda ko'pida ayoliga aytadi, "Davay" deydi, "konspekt yozib qo'y, ertaga darsim bor" deydi. Yuqorisini o'quvchilarga yozdiradi. Yoki bo'lmasam qaysidir o'quvchimga aytaman, "Bugun sen olib ketasan konspekt daftarimni" deyman misol uchun. Men o'qituvchilar shunaqa demoqchi emasman, lekin shunaqa yo'li bor demoqchiman-da. Shunaqa qilsam va konspektni olib kelaman-da, sizga ko'rsatib, darsini tekshirib kiringiz, mana konspektni ko'rsatishim mumkin. Men nima demoqchiman? Aytmoqchimanki, konspekt yozdirgani bilan yomon o'qituvchi yaxshi bo'lib qolmaydi-ku. Undan ko'ra biz o'sha urg'uni boshqa narsaga qaratganimiz yaxshi emasmi? Misol uchun aytaylik, bir oyda qanaqadir monitoring olib, o'quvchilarning bilim saviyasini bilib, misol uchun sen qanday darsga qanday tayyorlanib kelasan, bu o'zingni mustaqil qanaqang, qarashing, o'zingni harakating. Menga mana shunaqa natijani olib bersang bo'ldi. O'zlashtirish yaxshi bo'lsa bo'ldi. Xohlasang darsni qanaqa usulda o'tishing qiziq emas menga degan qarash
bilan nima qilsak yaxshi emasmi misol uchun? Baribir o'sha o'qituvchi yaxshi bo'lib qolmaydi-ku. Yo'q, to'g'ri. Siz hozir katta tizimli muammo ko'taryapsiz. To'g'ri, yomon pedagog o'zi ham yozmasdi, lekin masalan hech bo'lmasa darsda biron bir og'ir vaziyat bo'lganda hech bo'lmasa qarashga majbur bo'ladida. Chunki masalan bola ham biladi pedagog qanaqaligini, ular pedagogga qarab o'zini tutadi darsda. Masalan biron bir og'ir savol berib, ko'p holatda pedagogi noxush holatga keltirgan bola ham ko'p. Unaqa ham savol beradi. Unaqa holatda hech bo'lmasa kimdir yozgan narsaga qarab bir nima javob berishga imkoniyat bo'lardi. Birinchidan, ikkinchidan hozir to'g'ri konspekt yozsa yozmasa ham u pedagog saviyasini belgilanmaydi. Lekin bo'lmasa biz oldindan pedagogni ishga qabul qilish kerak. Ya'ni adashib kirganlar, bekor bo'lganlar yoki majburan pedinstitutga borganlarni o'zi ishga qabul qilish noto'g'ri. Hozir juda Bu birinchi savol. Ikkinchi savol, masalan, hozir Finlandiya ta'lim deymiz, boshqa deymiz. Finlandiya ta'limda pedagogga hech qanaqa talab yo'q. Pedagogga faqat talab qilindi. Mana 1 yillik standart. 1 yildan keyin sizni bolangiz shu standart bajarishi kerak. mana shu ko'nikmalarga ega bo'lish kerak deydi. Nima qilasiz? O'ynatasizmi ularni? Urushasizmi ularni? Rossiya Federatsiyasi darsligini ishlatasizmi? Finlandiya darsligini ishlatasizmi? Xitoy darsligini ishlatasizmi? O'ziz bir nima yaratasizmi? Hech kimni qiziqtirmaydi. Lekin mana 1 yildan keyin sizni bolangiz, mana sinfdagi bola shu standart bajarishi kerak. Unaqa holatda pedagogga ishlash oson. Bizda o'qituvchilarga ham qilsa bo'ladimi? Lekin biz pedagogga shunaqa qilsak bo'ladimi yo'qmi juda og'ir savol, chunki bizda pedagog tarkiblari endi o'zgargani, endi pedagoglar o'z ustiga ishlash boshladi, endi u pedagoglik nimaligini tushunishni boshladi. Bizda milliy o'quv dasturini o'zi ham yo'q-da. Yo'q, endi davlat standartimiz baribir bor. Lekin bu yerda yana mana siz aytyapsiz, xo'p, pedagogga beraylik, keyin 1 oydan keyin monitoring o'tkazaylik. Endi sizga savol, xo'p, mana 1 oydan keyin monitoring o'tkazdik, tushundik. Bu pedagog hech narsa bolaga bermadi. Bola 1 oy hayotini bekor sarflandi. Shu 1 oyni qoplash usul nima? Qarang, mana O'lgar aka, bu yerda bitta narsa borki, yomon o'qituvchi aniqlandi, yaxshi dars bera olmayapti-da. Zavuchni roli qanaqa bo'ladi? Ishdan haydab yuborish mumkinmi? Deylik yoki Endi ishdan haydab yuborish, misol uchun qonuniy tomoni qanaqa bo'ladi roli? Zavuch biladi, yaxshi dars bera olmayapti. Endi ish beruvchi direktor to'g'ri, lekin shunda zavuchning roli qanaqa bo'ladi odatda? yo'q, zavuch ishdan haydab yubormaydi-yu, lekin haydab yuborishga nimasini ko'maklashadi, lekin ishdan haydab yuborish u eng oson yo'li. Aslida unaqa pedagog bilan ishlash kerak. Mana zavuch asosiy vazifani shunaqa pedagog bilan ishlash. Lekin hozirgi zavuchlarda prosta imkoniyat yo'q shunday qilishga. Vaqt yo'q. Chunki haydash eng oson yo'li. Yo'q, haydash eng oson yo'li. Chunki mayli yomon pedagog bo'lsa ham, u diplomni ko'tarib ishga kirdimi, maktabga kirdimi, darsga kirdimi, значит, ozgina umid bor. Masalan, men o'qigan paytimda biz guruhimizda 42 ta talaba bo'lgan. Universitet bitirganda 42 tadan 2 tamiz maktab tizimida ishladik. Boshqalar hammasi ketdi. Kimdir model bo'ldi, kimdir turmushga chiqdi, kimdir biznes ochdi, kimdir turagent bo'ldi. Xolos kimligini nimasi yo'q ichimizda, lekin maktabga 2 tamiz bordik. Значит, bizda nima bo'lsa ham ozgina mardlik bormi yo jinchilik bormi bilmayman, lekin maktabga bordik. Maktabga kirdimi, darsga kirdimi? Chunki masalan darsga kirish hammaga ham emas. Hamma masalan ayrim erkak o'quvchilar ham bemalol darsga kirib bilmaydi, qo'rqadi. Darsga kirganmi, shu pedagog bilan ishlash kerak. Agar iloji bo'lsa, uni aynan haqiqiy pedagogga aylantirish zavuch qo'lida keladi. Yo'q, xo'p, keladi, demak, lekin real imkoni ham yo'q ekan. Bu tomoni ham bor-da, bu tomoni ham hisobga Lekin imkoniyat yo'q, to'g'ri. U zavuch tajribasiga bog'liq. Lekin yana bitta narsa bor. Xo'p, masalan, siz pedagogni haydab yubordingiz. Pedagogi masalan geografiya bo'yicha dars berar edi. Rus maktablarda geografi topishi o'sha juda ham qiyin.
Masalan, Navoiyda o'ran topish osonroq. Rus maktablari uchun geograf topishdan ko'ra. Chunki pedinstitut rus guruhi necha yildan beri ochmayapti. Lekin bo'ldi, keldi, yomon pedagog keldi. Yo'qmadi, uni haydaverdik. Ikkinchisini qayerdan topamiz? Topishlar, masalan, xuddi shu, mana endi hozir ko'proq pedagog bilan muammolar rus zabon maktablarida. Rus geografchi, rus kimyochi, rus fizikchi topish juda ham qiyin. Birinchidan soat kam, oylik kam, mutaxassisi ham kam. Yaxshi g'oya berdingiz, ya'ni mavzuni ochdingiz. Rus odatda, misol uchun Toshkent shahrida yoki shaharlarda odatda ota-onalar ko'pincha rus maktablariga berishdi nima qiladi-da, ya'ni rus maktablarida sifat yaxshiroq degan tasavvur ilgaridan paydo bo'lib qolganda, shu narsa o'zi real hayotda bormi? Misol uchun rus maktablari va nima uchun rus maktablari o'zini yaxshi deb namoyish etgan odamlar ongida? U prosta o'zi bir odat bo'lib qoldi. Endi qachondir Soyuz davrida hamma maktablar rusiy zabon bo'lgan, hamma mutaxassis rusiy zabon bo'lgan. Xohlaysizmi yo'qmi, masalan, milliy maktabiga berish o'zi imkoniyat kam bo'lgan. Prosta bu yerda odamlar o'rgandi-da shuna jarayonga. Endi mustaqillik bo'lgandan keyin shu mexanik tarzda shu odat davomida aslida hozirgi zamonda o'zbek maktabi, rus maktab deyarli farqi yo'q. Hozir qarangmi, bitta masala ham borki, misol uchun bizda mana Andrey Shlayxerda bitta gapi borda, yomon o'qituvchini birgina xato tufayli yomon o'qituvchini ta'limga kirib kelishi 40 yillik ta'lim sifatiga ta'sir ko'rsatar ekanda. Tasavvur qilasizmi? Bitta yomon o'qituvchini maktabga maniki direktor misol uchun ishga kirib olishi 40 yil ekan. Ya'ni bitta yomon o'qituvchi ta'limga kirib kelgandan keyin, ya'ni uni ishdan chetlatish oson narsa emas-da, haqiqatdan ham hozirgi zamonimizda olib qaraydigan bo'lsak, sudda misol uchun ishga tiklanishi bor, boshqa tomonlari bor. Ya'ni u 40 yilgacha eng kamida bu maktabda ishlab, o'sha ta'lim sifatiga ta'sir ko'rsatishi mumkin deyapti-da. Lekin bizda davlat maktablarida tanlov ham yo'q-da. Misol uchun o'qituvchini qanday qilib ishga olamiz, qaysi tartibda ishga olamiz? Hozir misol uchun maktab direktorining o'zi misol uchun prezident yoki ixtisoslashtirilgan maktablarga misol uchun tanlov asosida olinadi. Bir oy oldin tanlov vakant e'lon qilinadi. Vakantga keyin ular misol uchun viloyatda bitta prezident maktab bo'ladigan bo'lsa, o'sha yerga suhbatga jo'natiladi. U yerdan suhbatdan o'tadi, test yechadi. 2-3 bosqich bor-da. Mana shunday kamerani oldida suhbatlashadi. Mana shu etaplardan ham u o'zini bilimini namoyish qilish kerak va undan tashqari pedagogik mahoratini isbotlab berish kerak-da. Ya'ni o'sha hakamlarning oldida dars o'tib beradi kerak bo'lsa va undan tashqari suhbat ham bo'ladi-da. Tasavvur, hamma har tomonlama, psixologik tomonlama, har tomonlama nima qilyapti-da. Endi bunga to'g'ri oylik maoshlari ham o'shanga yarasha oylik maoshida bizda endi oylik unaqa talablarga, misol uchun davlat maktablariga unaqa talabga birov bormaydi hamda. Ya'ni tanlov ham yo'qda. Mana o'tgan safar Xurshidbek Shavkatbekovich mehmonimiz bo'lganda, Profiskolda hozirgi amaldagi direktori, o'sha bitta ingliz tili o'qituvchisini ishga olish jarayonini gapirib berganda, haligi o'tgan safar hikoya qilib berdi-ku, ishga kelyapti, oddiy ingliz tilida o'zlari suhbatlashib ko'rgan, oddiy muomalada bo'ladigan bir ingliz tili o'qituvchisi necha yildan beri, misol uchun 20 yildan beri deydi, ingliz tili o'qituvchisi bo'lib davlat maktabida ishlab yuribdi deydi. Lekin ingliz tilida salomlashishni ham bilmadi deyapti-da. Keyin men uni ishga olmadim deyapti. Shunaqa hech bo'lmasa mana xususiy maktablarda shunaqa narsa bor, lekin afsuski davlat maktablarida bunaqa tanlov ham misol uchun yo'q-da, o'qituvchini tanlab oladi. Zavchlar temasi hamma ta'limda hamma jabhasiga taalluqli ekanda. Misol uchun zavchni o'sha boshida aytdingiz, o'quv dasturini, maktab ustuni o'zi zavch maktab ustuni. Endi demoqchimanki, hozir 1,5 soat, 2 soat davomida zavchlarni umuman muammolari haqida gaplashdik-da. Bitta oxirgi savol balki oxirgi bo'lishi mumkin. Chunki ancha nima. Endi mana O'lgur aka, shuncha gaplashdik, umuman olganda menga oddiy o'qituvchi bo'layotgan bo'lsam, menga zavch bo'lishni ahamiyati bormi? Men uchun bir nima deydi, prioritetim bormi? Jozibadorligi bormi? Nima uchun men zavch bo'lishim kerak oddiy o'qituvchilikdan? O'zi odatda nimasiga qiziqadi? Endi zavch, endi hammasi har xil holatda zavch. Masalan, men majburan bo'ldim zavch. Meni ham xohishim yo'q edi. 2005-yilda aynan magistraturani bitirib,
man tumanga ilk tanlov bo'lgan, tanlovga borganman. O'sha tanlovda tumanda 3-o'rin olganman. Shu tanlov juri ichida Aziz Akramovich bo'lgan, u TXTB mudiri. Endi meni ko'rib qoldi, keyin chaqirdi, aytdi, "Zur, o'sha ta'limda erkaklar juda kam, shuning uchun san zavj bo'lasan, ertadan ishga chiq." Men aytdim, "Yo'q, men zavj bo'la olmayman. Men endi universitet bitirdim. Endi o'sha payt уже maktabda ishladim." Lekin men aytdim, "Zavj qayerda? Man qayerda? Man kechadagi talaba yo'q. Sendan chiqadi, xolos majburlab meni yarim stavkaga zavjga oldi. Shu bilan kirib ketdim shu ishga. Mana shuncha yil ishladim." Mana hozirgi holatda oddiy pedagogdan zavji ancha bechoradek holatda. Hozirgi o'zi ustiga ishlaydigan pedagog, tajribali bo'lgan pedagog hech qachon zavj bo'lib bo'lmaydi. Chunki vaqti ham ko'p ketadi, oylik ham kam. Hozirgi holatda zavjlikni faqat vijdonan shu ta'lim tizimini tushunadigan, yaxshi ko'radigan insonni olib boradi. Mana hozirgi zavj avlodi agar ketsa, ertaga kim zavj bo'ladi bilmayman. Hozirgi yoshlar chunki pedagog zavj solishtirilganda pedagog hozir ancha yaxshi holatda. Juda yaxshi bo'ladi. Pedagogda muammo ko'p. Mana pedagog haqida nima qonun ham ishlab chiqdi. Qog'ozbozlikdan qutqarildi, misol uchun. Boshqa hozir pedagoglar zo'r holatda emas, lekin zavj oldida ancha yaxshi holatda. Hozirgi zamonda zavj oyligini oshirmasak, zavjga biron bir aniq vazifani belgilanmasak, unga hech bo'lmasa mana o'sha bazalar bilan ishlash, jadval bilan ishlash, endi qonuniy yordamchi topmasak, zavjdan voz kechamiz. Demak, oyligini ko'paytirish kerak, yordamchi berish kerak va bazani qayta ko'rib chiqish kerak. Vazifalarni aniqlashtirish kerak. Zavjni jozibadorlik, zavjlikka bo'lgan intilish, chunki o'ylaymanki, zavj bo'lish uchun va deylik, zamdirektor bo'lish uchun eng yaxshi o'qituvchilar tanlash kerak-da aslida-chi, chunki u boshqaryapti maktabda, o'sha boshqaryapti, eng yaxshilari boshqarish kerak. Mana hozirgi zavjlar rostdan ham tizimini yaxshi ko'radigan, rostdan ham o'sha ta'lim vatanparvari ishlayapti. Chunki unaqa holatda boshqa inson ishlab bilmaydi. Hozirgi zavjlarga har bittasiga harakat qilish kerak. Chunki unaqa holatda chadab ishlashga u alohida mardlik bo'lishi kerak. Men o'zim endi qahramonman demoqchi emasman, lekin rostdan ham menga aynan pedagoglar bilan ishlash motivatsiya berar edi. Masalan, men ketsam, hozir shu pedagogni kim boshqaradi? Men beradigan yordamni o'rga kim ko'rsatadi? Chunki aytdim-ku, 10 yil ichida men har bitta pedagog bilan yaxshi muloqotda bo'lgan. Endi ish jarayoni janjal to'polon ham bo'lgan-u, lekin umuman olgan holatda men har bitta pedagogning holatini nima bilganman, menga prosta shuncha mehnatimni, shuncha pedagogimni ustirib, ularga yordam berib tashlashga ancha og'ir bo'ldi. O'lgur aka, qo'shimcha savol, u javob bermasangiz ham mayli. Misol uchun ko'rsatuv davomida nima qildim? Umuman ruscha so'z umuman ishlatmadingiz-da. Navorat men ishlatdim-da. Sizdan ko'p men ishlatdim. Lekin shu borada qiziqdim-da. Endi o'zbek tilini juda ravon gapirasiz va ilmiy gapiryapsiz. Umuman yoshlikdan o'rganganmisiz yoki? Yo'q. Aynan 2005-yilda zavj bo'ldim. Ishini boshladim. Endi zavjda asosiy vazifalardan biri majlisga qatnashish. O'sha paytda majlisga bordim, o'tirdim Raynoga. Endi hammasi meni tanir edi. 1 soat o'tirdim. Hech narsasini tushunmadim. Endi o'zi o'sha payt ham majlislar ko'proq o'zbek tilida olib borgan. O'tirdim, hech narsasini tushunmadim. Endi aslida bir umr O'zbekistonda yashayapman, lekin bilmayman, yoshligimizda qiziqish bo'lmaganmi yo talab bo'lmaganmi, chunki rus maktabida o'qiganman, qo'shnilarimiz hammasi rus bo'lgan. O'shaning uchun qaytdim maktabga. Keyin endi direktor odatda so'raydi, nima bo'lgan, nima topshiriq, nima dedim, bilmayman. Hech narsasini tushunmadim. Keyin menga qattiq aytdi, men sizga 1 oy bugundan boshlab o'zbek tilini o'rganishni boshlaysiz. Xo'p, keyin o'sha hujjatini olib, tarjima nimasi, lug'at bilan tarjima qilib, sekin endi keyin o'rganishga majbur bo'ldim. Endi keyin baribir
maktabimiz aralashgan bo'lgandan keyin bizda o'zbek zabon pedagoglari ham bo'lgan. Ular bilan xohlaysizmi yo'qmi muloqot qilishi ham kerak. Endi ular men bilan rus tilida nima muloqot qilishga harakat qilar edi. Men ular bilan o'zbek tilida muloqot qilishga harakat qilardim. Endi sekin-sekin mana hozirgi kunga yetib oldim. Bugungi suhbat uchun katta rahmat. Lekin bizda ko'rsatuvni oxirida bizni mana tanaffus podkastimizni umuman xalq ta'limi info loyihasini bosh homiysi Prof University. Har safar Prof University har safar biz o'zimiz Prof Universityni bir tavsiya qilib ketamiz. Endi chunki keladigan mehmonlarimizdan so'ramasdik. Bu safar endi siz bir Prof University haqida bir o'zingizni bir kichkina bir Prof Universitetini demak Navoiy filiali direktori Rektori. sifatida Prof Universiteti haqida ozgina gapirib o'tsangiz. nima uchun Prof Universityni tanlash kerak? Mana shuni bir ikki og'iz so'z bilan Endi agar menga imkoniyat bersangiz, Prof Universitet emas, Prof Education haqida gapirmoqchiman. Chunki hozir mana aytyapmiz, shuncha yil o'tib mana potensial ochildi, rektor bo'ldi, boshqasi. Uni aynan Prof Education o'ziga bo'ldi. Masalan, meni potensialim maktabda ishlagan paytida ham bo'lgan. Lekin uni ustiga ishlash, uni ochishga vaqtim bo'lmagan. Men jadvaldan bosh tortmadim. Aynan profiga borib, o'zimniki bor potensialni o'zimni his qilib ochishni boshladim. Aslida Profi Education kompaniyasi juda ajoyib dargoh. Mana Profi Education kompaniyada o'quv markazlari, maktabimiz, universitetimiz bor. Nima demoqchiman? Profi har qanday insonni potensialini ochadi. Hozir universitetni yaratib, aynan talaba bilan ishlab, har bitta talabani bor potensialini ochishga harakat qilyapmiz. Bilamiz, endi odatiy gap, iqtidor inson o'zi yo'q. Lekin mana shuncha maktablarimiz bor, shuncha oliygohlarimiz bor, lekin kadrimiz hali ham yo'q, yetmayapti. Har qanday sohani olsangiz, kadr yetmayapti. Nima uchun? Chunki biz potensialni ochib bilmayapmiz. Endi Prof Universitetida biz aynan talabani ichidagi potensialni topib ochishga harakat qilyapmiz. O'zim yaxshi guvohman. Masalan, mana 2 yil profida ishlab, maktab bosqichini o'tib, oliy ta'limga kirganim bilan endi ilmiy ishni ham boshladim. Mana yaqinda bilgan bo'lsangiz, dissertatsiyani ham himoya qildim. zo'r. U ham faqat Prof Universitet evaziga. Uni ham faqat Prof Universitet evaziga, chunki aynan Prof Universitet xodimga nima PhD ga falsafa bo'yicha dissertatsiya himoya qilib, rahmat. Lekin aynan Prof Universitet uchun mana talabani, xodimni, hattoki rahbarni ham potensialni ochishga harakat qilamiz. Sirol aka, haligi esizdami? Mana maktabda ishlayotgan paytimdan bilasiz siz. Qanaqa darajada edimki, hozir qanaqa darajada biz misol uchun meni ham haligi nimani ochishganda, misol uchun haqiqatda potensialimdan to'g'ri foydalanib, imkoniyatlardan to'g'ri foydalanib, yana qo'shimcha qirralarim ochildi-da, Prof Universitetiga ishga kirib, mana shunaqa talabalarga ham misol uchun juda ko'p imkoniyatlar bor-da, faqat undan foydalansa bo'ldi. Hozir mana misol uchun turizmda o'qiyotgan talabalarimizga alohida Unitur degan tur agentstvo ochildi-da. Talabalarimiz ishlayapti o'zi shunda. Misol uchun ish bilan ham ta'minlash, ular imkoniyatlar ko'p. Mana Profi University Navoiy filiali rektoridan ajoyib bir tavsiyalar bo'ldi. Bemalol ishonishingiz mumkin. Olgert Aleksandrovich ham men ham Profi Universitetida ishlaymiz. Faqat Isroil aka Rahmat. Hozircha ishlamayapti. Hozircha O'lgur aka, siz bitta tavsiya berardim. Ya'ni deylik, kitobni bizda Yoshlar ishlari agentligi kitoblarni 3000 dan oshiq kitoblarni audio shaklda Mutolaa degan platformada, demak ilovada, prilojeniyada yuklab qo'yganmizda, ya'ni mutolaa ochasiz, xohlagan bir badiiy asarni, xohlagan ilmiy asarni yoki bolalar bob yoki kattalar bob, jahon adabiyoti 3000 dan oshiq kitobni demak eshitishingiz mumkin. Misol uchun siz ham ko'pincha safarda bo'lasiz, o'zbek tilidagi kitoblarni eshitib ketishingizni tavsiya qilardim, o'rnatib olishingizni. Va shu mutolaa loyihasi ijodkorlari mana shu demak nima deydi, tanaffus loyihamizdagi hamma kommentlarni ichidan eng yaxshi 3 tasiga 1 yillik demak ilovani o'rnatish nimasini bergan. Nima deydi, premium variantini bergan, taqdim etishyapti. Har safar sovg'a qilib borishyapti. Shuning uchun biz hozir ustozlarimizga yana iltimos qilib qolardikki, yana eslatib qo'yardikki, birinchi o'rinda bizni qo'llab-quvvatlash uchun bitta like bosib, 2 og'iz
shirinmi achchiqmi gaplaringizni yozib qo'ysangiz, bugungi bildirgan fikrlarni gapirib o'zingizni taassurotlaringizni gapirib qo'ysangiz, shularni orasidan 3 kishiga biz tasodifiy mana o'tgan safar biz eng yaxshi komment egasi dedik, lekin juda qiyin ekanda, hammasi bir-biridan yaxshi. O'shaning uchun endi balki eng yaxshi 3 ta o'zimiz Ulug'bek bilan kelishgan holda tasodifiy 3 ta tanlaymizda, shu tasodifiy 3 taga biz mutolaa ilovasini 1 yillik premium variantini sovg'a qilamiz Yoshlar ishi agentligi tomonidan. O'lgur aka, demak bugungi suhbat uchun alohida katta rahmat aytamiz. Juda siz eng hali ochilmagan bir mavzuni ancha ochib berdingiz. Chunki bu mavzuda men o'zim ham uncha yaxshi bilmas ekanman. O'shaning uchun sizni ikkovlaringizdan ancha narsani bilib oldim. Shuning uchun sizga avvalo katta rahmat, ishlaringizga omad tilaymiz. Kelganingiz uchun katta rahmat aka. Ulug'bek homiyimizni yana bir bor tanishtirib bo'lsam, Bizni bu studiyada mana hozirgi bizni podkastimiz doimiy tanaffus podkasti Islom media studiyasida tasvirga olinyapti. Agar sizda ham shunaqa podkastlar, ko'rsatuvlar olmoqchi bo'lsangiz, mana ekran ostida raqamlari chiqdi. Mana shu raqamlarga bemalol qo'ng'iroq qilib, studiya xizmatidan foydalanishingiz mumkin. Bu studiya professional tarzda ishlaydi. Mana hozir kadr ortida ko'rsanglar, nechta kameralar, chiroqlar turibdi. Bu ko'rsatuvimizni o'zingiz ko'rib, bir nechta sonadan beri sifatidan ham bilib olsangiz bo'ladi. Juda ham professional studiya hisoblanadi. Biz chin dildan tavsiya qilib qolamiz. Xo'p, Isroil aka, bo'lmasam haligi yutuqqa nima deb qo'yatdik bu safar? Yo'q, shuni qilaveramiz. Tasodifiy 3 ta tanlaymizda mutolaa ilovasini. Profi haqida bitta yana e'lon berib ketaylik. Agar Profi University haqida bir afzalligi haqida yoki qanaqadir Profi University haqida siz bilgan qanaqadir ma'lumot bo'ladigan bo'lsa, izohlar ostida yozib qoldiring. Eng yaxshi izoh egasiga biz tushlikka taklif qilmoqchimiz. Isroil aka, Ikkovimiz demak, biz tushlik ham shu hisobidan bemalol kelib, agar Toshkentda bo'lsangiz, Profi Universitet hisobidan kelib, Profi Universitetning o'zini mana kafesi bor, restoran degan bo'ladi. Juda ham bir mashhur universitet ichida. Bemalol mana shu yerdami yoki boshqa joydami birgalikda mana obunachimiz bilan, bir nafar obunachimiz bilan bir tushlikka taklif qilamiz agar shu yerda bo'lishsa. birgalikda tanaffus podkastining norasmiy sonini birgalikda o'tiramiz. Bir piyola choy ustida, demak, Profi universitetida. Yaxshi, mana buning uchun sizlar ham qo'llab-quvvatlashlaringizni iltimos qilamiz. O'tgan sonimizda 2000 dan oshiq like bo'ldi. Bu safar xudo xolasa nasib qilsa 5000 like sizlar bemalol bosib berasizlar. Bizni yuqoriga ko'tarib berasizlar boshqa podkastlardan ko'ra. Rahmat. Rahmat.